Men ismim Jahongir, familiyam Xushboqov. Mana bu yerda meni kontaktlarim turibdi. Bemalol telefon qilib yoki bo'lmasa Telegram orqali bog'lanishingiz mumkin. Ochib turibdi anaqamiz. Bizda sohada misol uchun qayerda tugatgansan, diploming bormi, litsenziyang bormi degan narsa so'ralmaydi. Ko'proq nima ish qilgansan degan narsa portfolio so'raladi. Mana bu yerda biz qilgan loyihalar, ba'zilarini men o'zim qilganman, ba'zilarini esa jamoaviy, ba'zilarini shogirdlarimiz qilgan. Shogirdlarimizga endi bizni portfoliomizga kirib ketaveradi. Sizga ham ertaga nasib bo'lsa, birgalikda yoki o'z qilgan loyihalardan biz qo'rqmasdan bizniki deb ayta olamiz. Ya'ni hammamizniki. Mana bu hozir videoga zapis qilinyapti. Xohlaganingizga kirib ochib ko'rishingiz mumkin. Bu endi ko'proq front plus backend bilan qilingan loyihalar. Backend ham bor, front end ham bor. Bu yoqda esa mana bu Netlify appga va nima deydi, o'zimizda hosting xizmatlarimiz ham bor. O'sha hostingimizda turgan ssilkalar hammasi ishlaydi. Bemalol kirib, ko'rib, tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi bularni keyin. Xo'p, bu yerda esa mening hozirgi o'sha biladigan steklarim bo'yicha, stek nimaligini bilamizmi? Stek deb texnologiyalar to'plamini aytadi. Tushundiga? Mana hozir ko'ramiz prezentatsiyamizni front end bor, back end bor, Front endda o'zining steki bor, back endda o'zining steki bor. Tushunasizmi? Agar siz ham front endda ham back endda qilsangiz nima bo'lar ekan? Ikkalasini ham o'rgansangiz full stack bo'ladi, tushunarliga? Ana shu full deb ataladi. Bu yerda hozir meni steklarim, ya'ni mening to'plamimdagi texnologiyalar. Bu yerda hammasi dasturlash tili emas. Bu yerda asosan dasturlash tillari, endi HTML, CSS dasturlash tili deb hisoblashmaydi, chunki u yerda o'sha dasturlash tiliga taalluqli bo'lgan o'zini qoidalari mavjud emas. Bu yerda mana PHP, JavaScriptlarni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni o'sha texnologiyada men siz o'zimni qanchalik o'sha levellarda bila olaman, o'shaliga qanchalik o'sha texnologiyalarni sizga bilim bera olaman. Yo'q, men Java, C++ ko'rsangiz, bular bo'yicha ham xabarim bor, lekin bulardan men bitta odamga bitta programma qilib yoki bitta dasturcha qilib sotib pulini olgan emasman. Tushunyapsizmi? Mana bu steklar bo'yicha har kuni biz shu yerda o'tirib, shogirdlar bilan o'zim ham har kuni o'sha proyekt qilib, klientlarga o'sha narsasini, muammosini hal qilib berib, o'shandan daromad ko'rib kelyapmiz. Xo'p. Va siz bilan ham mana bu qarang, bu yoqqacha ketib qolgan. Ana shu texnologiyalar bilan siz bilan tanishamiz. Tushunliga? Bizdagi full stack kursimizda. Endi front end deyapmiz, hozir aniqlaymiz. Bu endi men haqimda ozroq edi, 4 ta slaydda. Ana endi umumiy kurs haqida va siz bilan nimalarni o'rganamiz. Okay? Endi bozorbop dasturlash turlari debdi. O'zi dastur nima, dasturlash nima? Bozor nima? Siz bilan darsimiz faqat men gapirmayman. Communication, okay? Kimdadir nimadir fikr bo'lsa, bemalol aytavering, qo'rqmasdan. Jo'r bo'lib aytsangiz ham bo'ladi. Nima degani dastur, nima degani dasturlash? Excel bor, Word bor, to'g'rimi? Outlook degani bor, Publisher degani bor, Access degani bor, bilasizmi? Database sifatida foydalansa bo'ladi. Bu PowerPoint. Ana bundan tashqari mana bunday har kuni kamida 2 soat o'tiradi hamma o'shanda. Qanday programma bor? Telegram bor, Instagram bor, TikTok bor, YouTube bor. Bular hammasi programma. Tushunyapsizmi? Ana shu dasturlar. Okay? Va bu yerga aytayotgan PowerPointimiz bor. Yoki bo'lmasa mana bu kirsangiz nimaga kiramiz? Daryo.uz, kun.uz. Bular veb-saytlar, to'g'rimi? Bular ham dastur. Tushunliga? PHP, ko'pi. Ko'ramiz qanday aniqlashdi. Sizga ko'rsataman extensionlar, okay? Demak, dasturlar siz ishlatadigan telefoningizdagi programmalar yoki bo'lmasa televizorda pultni bosasiz-ku, bitta kanaldan ikkinchi kanalga nima bo'ladi? Ana uni tagida ham programma turibdi. Tushunasizmi? O'tkazgan vaqtingizda. Yoki bo'lmasa, bu yerga ishlatadigan ijtimoiy tarmoqlaringiz hammasi dastur, okay? Uni kimdir yoki kimdirlardan to'plangan jamoalar yozib chiqqan bittalab. Har bitta siz qila oladigan imkoniyatingiz. Tushunliga? Vot. Ana endi bozorbop deyapmiz. Nimadan kelib chiqib bozorbop deyapmiz? Bozori chaqqon. Endi bizda bozorbop deb har xil bozorlarni aytish mumkin. Misol uchun, yana sentrda nima bor? Kiyim bozor bor, to'g'ri? Mana shu dunyoga borib kiyim olasizmi? Kiyim olmaysiz, yo'qqa borib produkt olasiz, meva, cheva, boshqa narsa olasiz. Ana endi biz programmalarimizni qayerda sotamiz? Tushunasizmi? O'sha dasturlar qayerda sotiladi? Dasturlarni
Surxondaryoda juda ham kam, bozor deyarli yo'q. O'zbekistonda endi bozor shakllanyapti. Tushunasizmi? Mana bunaqa dasturlarni, ta'minotlarni sotadigan, siz misol uchun ertaga shunaqa qo'lingizdan dastur yaratadigan imkoniyat, skillaringiz bo'lsa, qobiliyatingiz bo'lsa, o'sha narsani sota olishingiz mumkin Toshkentda. Tushunasizmi? Boshqa viloyatlarda, vodiydagi viloyatlarda IT mana shu dasturlar yaxshi rivojlangan. Biz u bozorlarni hisobga olmaymiz. Okay? Ularni silib tashlaymizda, bizni bozorimiz global, internet. Okay? Ya'ni bizda potensial klientimiz, biz o'sha programmani yaratganimizdan keyin ertaga sotadigan odam O'zbekistonda emas, u Rossiyada, Ukrainada, Belarusiyada, Finlandiyada, tushunasizmi? U yoqda o'tiribdi. Ana shunaqa ya'ni bu yerdagi programmalarimizni siz nasib qilsa o'sha kursimiz davomida ham bor. O'shalarni shunaqa bozorlarga kirib, o'tib, o'sha yerda mana men programmam kim oladi deb siz o'tirib sotasiz ertaga proyektlaringizni. Tushunasizmi? Ana shunaqa bozorlar, ya'ni bizni bozorimiz emas, global bozor. Tushunarli? Va o'shalarga mana bu yerda mobile, hozir aytdik siz bilan, mana bunga. Ana qanday programmalar bor va kompyuterda yo'q bo'lgan. Bunda Telegram bunda ham bor, bunda ham bor. Telefon qilish imkoniyati bunda yo'q, to'g'rimi? Anaqa app bor, o'zining dasturi bor. Undan tashqari hammalari uni PUBG. Nima PUBG bor. Buni o'zi desktop ham chiqib ketdi, lekin birinchi nimaga chiqqan? Mana bunga chiqqan, Clash of Clans degan o'yinlaringiz bor. Ko'proq bunda o'ynasangiz bo'ladi. Bunda o'ynayman desangiz, maxsus o'zini simulyatorlarini o'rnatib, yana nimadirlar qilishingiz kerak. Bo'p. Ya'ni birinchi anaqamiz mobile. Mobile ikkita katta anaqaga bo'linadi. Hozir yana bo'linib ketyapti. Qanaqaga bo'linadi? Sferaga, ana yo'nalishga. Ya'ni iOS bilan Android tushunarliga. Siz ertaga mobil dasturchi bo'laman desangiz, o'shanaqa yo'nalish tanlashingiz kerak. Siz yo iPhone ga kod yozasizmi yoki Android ga kod yozasizmi? Tushunasizmi? Uni Android uchun kod programma yarataman desangiz, o'zini steklari bor, boyagidek men sizga ko'rsatganim ko'proq web edi, bizning kursimizda o'rganadigan. Hozir agar siz Android ga kod yozaman desangiz, Java'ni o'rganishingiz kerak. Kotlin degan til bor, tushunasizmi? Ularni o'rganishingiz kerak. Android ga kod iOS ga kod yozaman desangiz, Apple ga qanaqa til bor? Kim biladi? Objective-C degan dasturlash tili bor. Uni o'rganishingiz kerak. Objective-C va Swift degan yana bitta framework bor, uni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Shularga endi qarang, keyingisiga o'taylik-da bitta. Keyingisi nima ekan? Desktop, mana PowerPoint, Xo'p, qarang. Bunda desktopga ham programmalar ko'p. Har kuni mana siz bilan nasib bo'lsa, mana bunaqa programmani ko'ramiz. Mana bunaqa programmani ko'ramiz. Mana bu programmadan ishlatamiz, bu programmani ishlatamiz. Demak, brauzerlar desktop programmalarga kompyuterda ishlatadigan, anaqa nima deydi, slaydlar bor, PowerPoint ishlatiladigan, mana bunaqa hali ko'ramiz. IDE deydi, Integrated Development Environment degan narsamiz bor. Ular desktop programmalar hisoblanadi. Undan tashqari oddiy boshqa dasturlarni ham yaratish mumkin. Uning uchun o'zini maxsus texnologiyalar bor. Mana bu C, C++, Java ni o'rganasiz va ularda maxsus yana redaktorlari bor. Embarcadero yoki Visual Studio degan programma. Visual Studio Code emas, Visual Studio degan programma bor. O'sha yordamida desktop dasturlarini yaratishimiz mumkin. Uchinchisi esa web. Web degan nima degani? Что такое web? Tor degani web. Endi oldimda qaydi men misol yana mana qilay. Nima narsa edi? www.ok.uz deydi. Mana www degan nima degani? World Wide Web deydi. Butun olam nimasi? O'rgimchak to'ri deydi. Butun olamdagi keng to'r deyapti. O't ana shu web so'zi o'shandan kelib chiqqan. Uchta W dagi bitta anaqasi va web dasturlash, web sayt, web yana nimadir, web portal, web boshqa nimadir so'zlar shundan kelib chiqadi. O'sha internetdagi saytlar bilan bog'liq degan ma'noda. Va web dasturlar deb ataydi o'sha narsani. Uchta siz bilan sohani keltirdik hozir. Qarang, mobile, desktop va web. Endi nimaga bunday deyapmiz? Yana bozor bob degan narsamizga qaytamiz. Bu yerda global bozor deb ko'rganimizda, ya'ni bu yo'nalishlarda siz agar dasturchi bo'ladigan bo'lsangiz, sizda lokatsiyangiz muhim emas. Tushunarliga? Nima degani lokatsiya muhim emas? Joylashuv muhim emas, chunki
misol uchun siz O'zbekistonda turib, bu yerda Rossiyaga sotishingiz mumkin. Yoki Germaniyaga yoki boshqa joyga programmalar qilib sotishingiz mumkin. O'shanlarga misol uchun kimdir sizga aytib, menga mobil ilova kerak deyapti. Ulasida kodini yozib, Androidda qanaqa format fayl berasiz? APK bo'ladi, APK format bo'ladi. O'sha fayl tashlab berasiz yoki bo'lmasa nimaga joylashtirib berasiz? Bitta bu bir narsa o'yin bozor deydi tarjimasi. O'yin bozor. Play market yashang, ha? Play marketga o'rnatib berishingiz kerak. Deyapsizmi? Ya'ni fizически siz boyagi odamni ko'rmaysiz ham, gaplashmasligingiz mumkin, faqat chatting qilib, yozishib, tashlab berasiz, cho'kcha o'rnatib berasiz. Shunday keshingizga, shotingizga pul kelib tushadi. Tushunasizmi? Desktopdan bu shunday. Qanaqa formatda tayyorlab berasiz? Sketchat qilasizlar internetdan. Ha? Qanday? Exe fayl bo'ladi. Setup exe, FIFA 2023 exe yoki bo'lmasa PES Evolution Soccer nimadir exe o'rnatasiz. Nima bo'ladi? Kompyuteringizda o'rnatdi, rабочий stol ikongacha paydo bo'lib qoladi. Shunday bosib ishlatib ketaverasiz. Har bitta dasturda o'zini anaqa formatlari bor. Ularda ham gaplashamiz. Вот veb-saytda siz ham bu yerda исходник, ya'ni source code tashlab berasiz manbani. Yoki bo'lmasa sizga domen bilan hosting tashlab beradi, dostuplarni internetga joylashtirib berasiz, ha? Aslida .uz ochganda o'sha proyekt ochilishi kerak. Shuni qilib berasiz, bo'ldi. Shu bilan pulingizni olasiz. Hech qanaqa ko'rish, gaplashish, anaqa narsa kerak emas. Agar siz mabodo misol uchun qandaydir robototexnik bo'ladigan bo'lsangiz, ha, mana bitta robot yasayapsiz, klient aytdi, menga dedi, mana knopkani bosganimda eshik ketib 45 gradusga burilsin, yana bitta bossam 90 gradus yopilsin keyin deydi. Ha? U narsani siz yaratganingizdan keyin bu o'rnatib berishingiz kerak. To'g'rimi? Ya'ni fiziki qatnashishingiz kerak. Tushundingmi? Yoki bo'lmasa mana bunaqa qurilmalarga programma yozadigan bo'lsangiz, maxsus yoki qandaydir chip yozadigan bo'lsangiz yoki qanaqadir yoki teplitsaga, agro sohasiga qandaydir datchiklar bilan ishlaydigan programma yozadigan bo'lsangiz, siz o'zingiz borib o'shani ustanovka qilib berishingiz kerak keyin. Tushunasizmi? O'shaning uchun mana shu 3 ta sohani tanlaydigan bo'lsangiz, hozir bular yana ham kengayib ketdi. Data analitik degan mutaxassislik bor, ha? Undan tashqari dasturlashmasda SMM deb eshitganmizmi? No. SMM. Ha, ijtimoiy tarmoq sahifalarini yuritib beradi. SMM bor, SEOshnik deydi, SEO degan mutaxassis bor. Keyin hozir mobilograf degan mutaxassis chiqib ketibdi, targetolog degan odamlar bor. Ular ham ITning ichiga kiradi-da, ularga ham o'sha klient bilan yuzma-yuz ko'rishni hojat yo'q. Internet orqali mana birjalarda hali ko'ramiz siz bilan zakaz olib ishlasangiz bo'ladi. Tushunadingmi? Mana shunaqa 3 ta bozor bo'lib dasturlash turlarini sizga ko'rsatdik. Ya'ni aytmoqchimanki, bitta biz sizga ko'rsatadigan dasturlash bu faqat shunaqa dasturlash emas. Dasturlash sohalari hozir juda ham kengayib ketgan. Mana hozir siz bilan 3 ta eshikni ochib ko'rdik, ichiga bir burnimizni tiqib ko'rdikda, qaysiga kirar ekanmiz? Webda ichiga kiramiz. Ana endi webni o'zini ichi yana sohalarga bo'linib ketadi. Texnologiyalarga bo'linib ketadi. Juda ko'p texnologiya va juda ko'p soha bor. Okay? Demak, endi web deganda asosan bizning programmalarimiz nima bo'lar ekan? Web sayt bo'ladi. Web sayt yoki web sahifa. Sayt bilan sahifa nima farqi bor? Sayt butunlay ko'rinishi, sahifa bir kitoblar yozadi. Yashang, zo'r misol bo'ldi mana shu. Demak, sayt deydigan bo'lsak, bu bitta kitob, mana bunaqa. Ichida betlari bor, to'g'rimi? Bunday ochib o'qib ko'rsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa bu web sayt bo'ladi kitobimiz. Web sahifa ichidagi bittagina varag'i. O'shaniga mana bu yerda hozir web sayt yaratish usullari debmiz. Endi shu narsalarni bir gaplashib ketishimiz kerak. Chunki siz bir qator kod yozmasdan turib ham hozir web sayt yaratish imkoniyatiga egasiz. Shu vaqtda o'zida. O'shaniga va unga sizga 5 minutdan vaqtingiz ketmaydi. Shunaqa usullardan bittasi site builder konstruktorlar. Qarang, site build nima degani? Saytni qurmoqqa sayt quruvchisi. Konstruktor degani nima degani endi? Quruvchi, construct. Lego construct deydi. Nima qilasiz? Satilishni to'kasiz, ichidan taqir-tuqirlar tushib bo'ladi. Xohlasangiz avtomat, xohlasangiz pistolet, xohlasangiz uy, xohlasangiz jirafa, xohlagan narsani nima qilsangiz bo'ladi, o'zingizga konstruksiyasini yasab olsangiz bo'ladi. To'g'rimi? Mana shunaqa site builder konstruktorlardan wix.com, Tilda, Adobe Muse degan dasturlar bor. Bularga kirib siz 2 minut vaqtingizni sarflamasdan mana Tilda SS desangiz
Создатель печатный сайt natilda для бизнеса и media deyapti. Keyin InSales degani bor. Mana biz o'zi bitta proyekt olganmiz. InSales ruslarniki. Wix.com degan anaqamiz bor. Sayt builder konstruktorimiz bor. Qarang, bu endi WooCommerce ko'proq internet magazinlarga qilingan. Вот. Shularga bu yerda siz dasturlash tilini bilishlik talab etilmaydi. Kirasiz, ro'yxatdan o'tasiz. Mana 2 minutda mana bu yerda videomiz bor. Tildaga kirib, hozir sistemaga kiradi. Qarang. Ro'yxatdan o'tib shu yerdan bunaqamizni yaratib beradi. Elektron pochtangizni kiritasiz, parolni kiritib, ro'yxatdan o'tib olganingizdan keyin bu bunday narsa. Ya'ni kirganingizdan keyin sizga taklif qiladi. Qanaqa sayt yaratmoqchisiz? Blogmi yoki bo'lmasa yangiliklar saytimi yoki nimadir sotmoqchimisiz? Sotadigan bo'lsangiz nima sotasiz? Ingliz tili kursini sotasizmi? Buxgalteriya kursini sotasizmi? Dasturlash kursini sotasizmi? Tushunyapsizmi? Temaki shablonni tanlaysiz. Mana qarang, Sazza sayt tugmasini bosganingizdan keyin nom berasiz unga. Mana web forte deb yozyapti. Mana deb ko'rsatadi. Va sizga sahifa yaratish tugmasini bosasiz. Umuman kod kerak emas. Mana bu yerda shablonlar bor, qarang. Ko'ryapsizmi? Выбрать klassda yoki посмотретni bossangiz, o'shani sizga preview qilib beradi, ochib ko'rsatib beradi. Mana bu kategoriyalari bor tepada. Ko'ryapsizmi? Bu yerda endi hozir men login parolni chiqib ketib qolgan bu yoqda. Mana bunda ochib ko'rishingiz mumkin. Bosganingizdan keyin bundaqa mana учить английский онлайн deyapti. Mana ustiga bossangiz, xuddi Wordda yozuvni qanday o'zgartirasiz? Ana shuni o'zgartirib ketaverasiz. Tushunyapsizmi? Konstruktorlarda. Umuman kod yozish kerak emas. Tushunyapsizmi? Ana o'shanday qilib siz saytlarni yaratishingiz mumkin. Oxirida opublikovать degan tugmani bosganingizdan keyin u internetga chop etiladi hozir. Bitta ko'raylikchi sulkasini. Xo'p, tilda.ss projects bor ekanmi hozir? 402 5030. Menimcha o'chib ketgan bo'lsa kerak. 402 5030 tilda ss. Yo'q, bu domen o'chib ketgan. Kirib o'sha narsani publikovать qilganingizdan keyin tilda evs aytam hozir. Turizmga 5030 tilda wc bo'yicha. Turibdi ekanda, faqat qarang, anaqasi ketib qopti. Not. Kirib yana to'g'rilasangiz, o'sha narsa ishlab ketishligi mumkin bo'ladi. O'shaliga wix.com xuddi shunday. Kirasiz, tematikani mavzuni tanlaysiz, shablonni tanlaysiz, bitta bosasiz, 2 minutda saytingizga ega bo'lasiz. Tushunasizmi? Uyga borib sinab ko'ring. Aslida .tilda.vs qilib ham nomlab olishingiz mumkin. Okay? Va bunaqa usullar hozir juda ham ko'p bizneslar foydalanadi. Ya'ni kimdir tadbirkorlik qilmoqchi yoki sahvetga sotadi yoki bo'lmasa nimadir bitta qurilmachi o'ylab topdi, shuni sotmoqchi yoki qandaydir dastur yaratdi. O'shani sotaman desa, u boshqa veb o'rganib o'tishi hojati tildalarda yaratib tashlashligi mumkin. O'shaliga ikkinchisi Content Management System. CMS. Kim mana bu bilan eshitgan? Hamisha siz ishlagan bo'lsangiz kerak WordPress bilan. WordPress degan CMSimiz bor, OpenCart degan CMSimiz bor, Joomla degan CMSimiz bor. Yana qanaqalari bor? Mana bir Data Life Engine deb biz chetga chiqib qo'ygan hozir. Yana qanday CMSlarni bilasizlar? Eshitmagansizlarmi hech kim? No, nobody. Mana bu WordPressimiz dunyodagi hozir topoviy. Mana butun dunyodagi saytlarda olasizku, 50% dan ko'pi WordPressda qilinadi. Milliard sayt desangiz, 500 millionta sayt WordPressda turibdi hozir. Mana shunaqa monster, вообще monster mana shu. Bu hammasi birinchi o'ylab topilgan vaqtida, ya'ni bular paydo bo'lish vaqti 2005-2007-yillarga to'g'ri keladi. Bularga ijtimoiy tarmoqlar, Facebook, Социальная сеть degan kinoni ko'rgansizlarmi? Zuckerberg kinosini? Ijtimoiy tarmoq degan kino. Sizlarga tashlab beraman, ko'ringlar. Mana shunaqa ichida bularga kodlarni ham ko'rsangiz bo'ladi. O'sha Facebookda yaratilish istoriyasi, tarixi haqida bitta kino bor. Xo'p, ana shularning davriga keladi. Ya'ni o'sha endi bizda nima deydi? Endi bizda emas, Amerikada internet juda ham jadal rivojlanayotgan vaqtda
odamlar internetdan boyagi через email orqali suhbatlashishgan. Lekin ular bitta joyda to'dalanib, hozir mana gruppa yaratib olamiz, nima qilamiz siz bilan? Mana bu yerda yozaman, siz yozasiz, guringlashasiz, muhokama qilasiz. Ana shunaqa yoki bo'lmasa, hop aka kim tanisizlarmi? Ha? Bu nima qiladi? Har kuni kanalga o'ziga qiziqarli bo'lgan yoki bo'lmasa o'sha abituriyentlarga ko'proq yordam beradi. Bunaqa bo'pti, bunaqa yangiliklarni joylab boradi. Ya'ni buni kim deydi? O'zi hamma aytadi-ku. Blogger, ha? Ya'ni blogerlik bilan shug'ullanadi. Qarang. Mana shunaqa blogerlar bor, lekin 2005-yilda Telegram bo'lmagan. Tushunyapsizmi? 2005-yilda Telegram bo'lmagan va odamlar o'shanaqa o'zini har kuni shug'ullanayotgan anaqalarini, misol uchun kachoklar zalga borib, o'zini videoga tushirganda, tushunyapsizmi? Ulashni qanday to'g'ri trenirovka qilishni o'rgatmoqchi bo'lgan. Bog'bonlar qanday qilib to'g'ri payvandlashni o'rgatmoqchi bo'lgan. Pechkachilar qanday qilib pechkani to'g'ri atapit qilishni o'rgatmoqchi bo'lgan. Tushunyapsizmi? Ana shunaqa odamlarda shunaqa ijtimoiy bitta talab paydo bo'lgan va o'sha dasturchiga murojaat qilsa, falon pulda aytgan, juda katta qimmat summani aytgan. O'shandan keyin dunyo yuzini WordPress qiladi. WordPress asosiy maqsadi blogingni rivojlantirish. Shunaqa odamlar hech qanaqa dasturiy yoki professional bilimga ega bo'lmagan odamlar ham o'sha yarim soat, bir kunda bitta blogini yaratib olish maqsad. Tushunyapsizmi? Jumla esa WordPress sen bloging bilan shug'ullanaver, men korporat portallarga ixtisoslashaman. Ya'ni men xizmatlarni ko'rsataman, fayllar bilan ishlayman deydi. OpenCart esa aytadi, menda internet magazin, e-commerce, ha? Internet orqali sen e-commerce o'zing ishing qilib, men sotaman deydi. Tushunyapsizmi? Lekin keyinchalik men WordPress OpenCartni ham sekin tashlaydi, jumlani ham tashlaydi. WordPressni xohlasangiz hozir ijtimoiy tarmoq yaratsangiz ham bo'ladi, portal yaratsangiz ham bo'ladi, blogging bilan shug'ullanadigan sayt qilsangiz bo'ladi. Xohlagan ishingizni qilsangiz bo'ladi WordPress yordamida. Tushunarli? Endi buni nasib bo'lsa hali backend kursimizni tugatganimizdan keyin siz bilan WordPressda ham balkim bitta ikkita proyekt qilib ko'ramiz. Okay? Mana shunaqa texnologiyalar bor. Вот. Endi uchinchisi, qarang, общий список CMS deyapti. Bu yerda hozir mana butun dunyodagi boyagi content management sistemlarning ulushi 43.81% WordPressga tegyapti. Qarang. Men aldagan ekanman sizni. 13.38% Bitrix. Bu endi umumiy CMS'lardagi boyagi men aldamadim sizni. Internetdagi saytlarda bo'ladigan bo'lsangiz, siz statistikani izlab ko'rsangiz, internetda bu 50% dan ko'pi WordPressda o'tiribdi. Bu CMS'larning bozori. Qarang, Bitrix, Joomla sizga ko'rinmayapti. Unday qilsam, endi ko'rinyaptimi? Hop. Mana qarang. Joomla, CMS, C3, OpenCart, Tildani ham CMS deyapti. Drupal degani bor, Evolution degani bor, Modix degani bor, qolganlari 14% egallaydi deyapti. Okay? Bu endi siz bilan boyagi sayt yaratishning usullari, ya'ni ikkala usul yordamida siz kodingni bilmasdan turib o'sha sayt yaratishingiz mumkin. Uchinchisi nima ekan? Ha? O'zingiz kod yozasiz. Hammasini arxitekturani o'zingiz qurasiz, noldan kod yozasiz va menga o'xshab o'tirasiz. Nimaga kodim ishlamayapti deb. Tushunarli? Va mana bu yerda mana Facebook, kun.uz, daryo.uz yana qaysi bor ekan? Prezent.uz, ha? Keyin my.go.uz deb bilasizmi? Nima u? Davlat xizmatlari foydalanmagansizlarmi? Boyagi IELTSga topshirayotgan my.go.uz shu yerda kiritmaysizlarmi ma'lumotlaringizni? O'shanaqa portallar, ya'ni juda masshtabi keng bo'lgan loyihalarda noldan kod yozish orqali qilinadi. Nimaga degan savol bu. WordPressda qilib qo'ysa bo'lmasmidi? Ha? Bular CMS yasha. Chunki buni boshqa programmistlar chegarasini belgilab qo'yibdi baribir. Ming uni extension olib, plugin olib, widget olib o'rnatganingiz bilan boyagida siz o'sha klientingiz xohlayotgan yoki o'zingiz xohlayotgan natijaga erisha olmasligingiz mumkin. Agar noldan kod yozadigan bo'lsangiz, ha, balki mashina yasadingiz, ozroq haydadingiz, zerikdingiz, uchmoqchiman desang, ikkita qanot ustiga qo'yib olasiz, bitta raketani dvigatelini qo'yib, uchib ketasiz o'sha. Noldan kod yozgandan keyin xohlagan darajada masshtablashtirish mumkin. Masshtab degan nima degani? Kengligi, ha?
o'shani xohlagan darajada kengaytirishingiz mumkin loyiha. Bu yoqqa qarab ketamiz, bu yoq zerikdik endi deysizda, bu yoqqa qarab ketasiz. Agar bu yoqda to'xtab qolsangiz yoki qandaydir konkurentingiz chiqib qolsa, endi bo'ldi, bu soha уже egallanibdi. Bu yoqqa qarab o'sha proyektingizni bu yoqqa kengaytirib ketishingiz mumkin. O'shaning uchun katta loyihalar, katta proyektlarda CMSlar ishlatilmaydi. CMSlar o'sha proyektni birinchi etapida, birdaniga anaqa qilib tayyorlamasdan, katta narsa qilib tashlamasdan, bir boshlab ommaga ko'rsatib, mana bunday narsamiz bor, bitta shug'ullanib ko'rasizda, agar o'xshasa, klientlarga, odamlarga yoqsa, keyin uni noldan boshqatdan yozib chiqiladi odatda. Okay? Startaplar ham shunaqa CMS, no-code texnologiya deydi boyagilarda. Bulardan foydalanishadi. Biz siz bilan kursimiz davomida noldan kod yozish orqali usuliga kiramiz. Qarang, uchta til texnologiyani ko'rdik, webga kirdik. 3 xil usuli bor ekan veb-sayt yaratishda. Demak, yana bitta eshigimizga kirib boryapmiz. Ana endi noldan kod yozish orqali sayt yarataman desangiz, siz o'sha ma'lum bir texnologiyalarni bilishingiz shart. Agar ularni bilmasangiz, o'sha nima deydi? Siz xohlagan yoki mijozingiz, klientingiz xohlaganday dasturlarni yarata olmaysiz. O'shaliga web dasturlashda ikkita katta eshik bor. Okay? Mana bittasi front end. Nima degani front? Oldin, end orqasi degani. Front. Endi end so'zini nimaga ishlatishga men hayronman. Front so'ziga ko'proq e'tibor qaratamiz, keyingisi backend. Mana. Okay? Ya'ni siz agar shu veb-sayt yarataman desangiz, front-endni yoki back-endni tanlashingiz kerak. Biz sizga esa o'shani tanlash imkoniyatini yopib qo'yamiz. Birinchi front-endni o'rganasiz. Tushunasizmi? Back-endni o'rganaman desangiz, front-enddan xabaringiz bo'lmasa, back-endda qiynalasiz. Okay? Bu endi hozir bitta ikkita texnologiyalar bor. O'sha front-endni bilmasdan turib ham back-endda ishlasangiz bo'ladi, lekin imkoniyatlaringiz chegaralanib qo'yadi boyagida. Agar siz ham front-enddan xabaringiz ham back-enddan xabaringiz bo'ladigan bo'lsa, xohlagan ishingizni qilib ketaverasiz ertaga. O'shaniga front-endda quyidagi steklarimiz bor. Bu HTML, CSS, JavaScript, okay? Любой saytingizda, YouTube'da ham, Google'da ham, Facebook'da ham .com, uz.ru, rf, org, net farqi yo'q. Nima bo'ladigan bo'lsa, hammasi mana shu texnologiya ishlatilgan. Mana shu texnologiyasiz bironta veb-saytni yaratib bo'lmaydi. O'shaliga mana shular siz bilan ko'ramiz. Ya'ni mana bu yoqqa mygo.uz ga kirsangiz, biz nimadan foydalanyapmiz hozir bunga kirishda? Hamma buni ishlatishni biladi, Google'da, Google Chrome'da, brauzerda. Ana shu brauzerga kirasizda, любой saytingizga mana bo'sh joyiga chiqib, bironta rasm ustiga emas, ссылкаning ustiga emas, mana pusтой fonga kirib, mishkaning tarafini bosib, mana просмотр koda stranitsa deyapti. Nima degani ruschasida? Sahifani kodini ko'rish, bitta bosadigan bo'lsak, shu sayt kodini ko'rasiz mana. Qarang. Mana bu yerda pastgacha tushsak, oxiriga tushamiz. Mana 5505 qator kod yozilgan ekan mana shu .go.uz o'zida, birinchi sahifasida. Va mana shu yerda ko'rayotganingizda bu yerda HTML ham bor, JavaScript ham bor, CSS ham bor ekan mana. Okay? Shu yerda ishlatilgan. YouTube'ga kirib, mana YouTube'ga mana ссылкаларni ustiga emas, bu joyga kirib, просмотр koda stranitsa qilsangiz, endi bularni source salgina g'alati, chunki buni kodini o'g'irlanmaydigan qilib berishgan, lekin mana bu yoqqa qarab ketgan kodni qarang. Pastga emas, o'ngga qarab ketgan bularni ekan. Agar anaqa qilsangiz, bularga ham ancha qator kod bo'lib qoladi. Bu yerda ham HTML ham bor, CSS ham bor, JavaScript ham bor. O'shaniga, ya'ni любой saytni front-end qismi mana shu 3 ta texnologiyasiz yasab bo'lmaydi. Tasavvur qilib emas, umuman yasab bo'lmaydi. Okay? Mana shu 3 ta texnologiya front-endning asosi hisoblanadi. Mana pastdagilar esa bu nima? Bootstrap. Bu-chi? Respect jQuery deb. Bular frameworklar. Biz siz bilan HTML dan tashqari har bitta texnologiyamizga kamida bitta framework ko'ramiz, okay? Bootstrap CSS frameworki. Endi jQuery framework emas, bu library hisoblanadi, kutubxona. JavaScript kutubxonachasi, biz siz bilan jQuery ni o'rganamiz, nasib bo'lsa, kursimiz davomida. Bularchi Figma XD, Bu endi Adobe XD degan dastur oldin Figmaga konkurent bo'lib yaratilgan, keyin Adobe o'sha XD ni rivojlantirdi, o'qildi, buqildida, baribir raqobatga chiday olmay, oxirida mana Figmani Adobe kompaniyasi
Bir yil bo'ldimi, adashmasam 2 milliard dollarga sotib oldi. Va Figmani pachog'ini chiqaribdilar. XD qilibdilar Figmani ham hozir. Siz bilan mana shu Photoshopda Figmada XD emas, ikkalasidan saytlarni yasashni o'rganamiz. Ya'ni qanday? Bizda mana Figma ochiq turibdi. Любой veb-sayt kun.uz ham bor-ku, dizayneri bor. Taniyman. Chunki qo'lda ishlagandim. Bir 3 oy, 4 emas, 6 oy ishlagan ekanmiz. Zuhriddin aka degan termizlik aka bor. Toshkentda Ox Technologies degan kompaniyani asoschisi, juda katta kompaniya hozir. O'sha aka kun.uzda dizaynini mana bunday chizadi. Dizayner aka o'zi. Ko'ryapsizmi? Saytga o'xshayaptimi? Va internetda o'chasizku. Ana shunaqa dizaynerlar har doim bittalab har bitta tugmani rangini, ko'rinishini, undan tashqari mana bu yerda nima bor ekan? UI kit degan narsasi bor. O'shalarda holatlarini mishkani ustiga o'rganingizda qanday bo'lish kerak, bosganingizda, tortganingizda ustiga bosganda nimalar chiqib kelish kerak, har bittasini bittalab chizib chiqadi. Tushunyapsizmi? Ya'ni mana bunaqa grafik dasturlarda. Shunga bizning vazifamiz siz bilan mana shu 4 oyda mana bu texnologiyalardan foydalangan holda, umumiy bulardan foydalangan holda, mana bunday chizilgan maketlarda, mana bu nomini design maket deydi. Mana tepasi desktop and mobile debdi. O'shalarda mana bu kodlar yordamida shakllantirish. Tushunarliga? O'shalarni qanday shakllantirishni kursimiz davomida o'rganamiz. Va biz siz bilan front-endda shunga pul olamiz. Agar siz 4 oyda shu narsani yaxshi o'rganib olsangiz, xuddi anaqa aytadi-ku, etik do'z deydi, sartarosh deydi, ha? Keladi, shogird tushasida 4-5 oy birinchi kalga olib sekin-sekin o'rganib olganingizdan keyin, sekin-sekin klientlar so'chin prichoska qilib beraversangiz, o'sha pul topaverasiz. Bizda ham xuddi shunday, agar mana shu narsani o'rganib olsak 4 oyda, o'sha qo'limizda skillimiz bor. Uni keyin qanday sotishni o'rganamiz 2 oy freelansingda. Tushunarliga? Hozir mana misol uchun Abdushukurga qanaydir biznesi bor, ha? Anaqa nima deydi? Supermarketlar seti bor, tarmog'i bor. U bizga aytayapti, internet magazin qilmoqchiman. Ash supermarketdagi hamma tovarni onlayn qilmoqchiman, sotmoqchiman deydi-ku. Aytadi, telefon qiladi, Jahon degan bitta programmist bor ekan deydi, veb-sayt qilar ekan, bilar ekan, tushunar ekan shuni deydi, keladi oldimizga. Shukur aytadi, "Men bunaqa proyekt qilmoqchiman", g'oyalarini aytadi. Hammasini qog'ozga tushiramizda, oldimizda bitta dizayner shogirdimizni olamiz, shuni oladi. So'raydi, brend booking bormi deydi, logotiping bormi deydi, qanaqa ranglardan, qanaqa konsepsiya qilasan har safar. Misol uchun, mana bu korzinkani rangi qanaqa? Korzinkani bilasizmi? Hamma magazinga kirsangiz bir xil. Boyagi nima deydi, dizayni ichida binolarini, ha? Joylashuvlari ham, ichidagi bu xodimlarning kiyimlari ham bir xil bo'ladi, ha? Keyin Baraka degan magazin bor, bilasizlarmi Toshkentda? Eshitmagansan? Makronichi. Kirib ko'rmagansizlarmi? O'shanaqa misol uchun yubileyniga kirsangiz, yubileyning o'zini xodimlarining kiyimi bor, o'zini brendi bor, ha? Bunaqa ishlatadi. Xuddi shunaqa brendidan kelib chiqib, dizayner chizib chiqadi hamma saytini. Keyin Abdushukurga ko'rsatamiz. Abdushukur aytadi, "Voy, bo'ldi" deydi. "Mana shu yo'q" deyman, dizayner zo'r narsa chizibdi deydi. Keyin uni Abdushukur tasdiqlagandan keyin dizayner pul beramiz. Dizayner ishini tugatdi, bo'ldi, tamom. Keyin dizayner chizgan maketni bizga beradi. Biz front-endini yana bitta shogirdimizga beramiz. Kodlarni yozib chiqadi-da, yana Abdushukurga ko'rsatib ketaveramiz uni prosesda, saytni ko'rsatib. Keyin Abdushukur aytadi, "Bo'ldi" deydi, "Zo'r chiqdi" deydi, tugmalar ishlab. Endi buni sotadigan qilish kerak desa, yana bitta backendchiga berishimiz kerak uni. Tushunyapsizmi? Front-endni o'zi yetarli emas. Bu tizimni funksional programmani qilishga. Tushunarliga? Va front-end yordamida siz bilan faqatgina mana bunaqa interfeyslarni yasashimiz mumkin. Mana qarang, mana ta'lim ustiga bossam, nechta anaqasi bor ekan? Kategoriyasi ichida 32 ta, mana bosaman. List kartga mana ma'lumot chiqardi, bu yerda mana chap tarafda xizmatlar chiqyapti. 32 ta bor deyapti shu yerda mana. Ana shunaqa ustiga bosganingizda yangi sahifalarda, yangi ma'lumotlarni ochilishligini front-end yordamida qila olmaysiz, ha? Misol uchun, bunaqa sayt bor. Nima ekan bu? Qayerda bu? Ha, yangi ochilgan, o'tgan yil ochilgan. Ana shu saytni biz qilib beramiz. Mana ko'rayotganingiz, buni sayt universitetda front-end qismi, mana yangiliklar, mana 1-oktyabrga bayram kayfiyati e'lon qilibdi, 26-sentyabr, 22-sentyabrda. Mana bu narsa nima bu?
ko'rishlar soni, ana shunaqa narsalar bo'lmoq, hokim kelibdi, nimadir qilibdi, yangiliklarni, xizmatlarini, statistikasini, foydalanaqa galereyalarini, nima u? Buni o'zlari kiritib qo'ygan narxda ma'lumotni. Mana hozir ko'rsataman sizga. Random emas. Mana qarang, mana. Buni boshqaradigan, mana siz front-endni ko'rdingiz-ku. Mana shuni saytni boshqaradigan, mana back-end. Tushunyapsizmi? admin.teso.uz. Va mana shu yerda boyagi sozlanmalar yoki hamma narsasi bu yangiliklar, slayder, fotogalereya, rahbariyat, hujjatlar, mana asosiy sozlanmalarga kirsak, mana qarang, Arun Fund ikkinchi sahifasiga o'tamizda. Mana qarang, talabalar soni 6700 bo'lib turibdi, mana student count. Olamizda 6701 qilaman. Anlayt qilsam o'zgardi. Keyingi safar sahifaga kirib bitta yangilasangiz nechta bo'lyapti? Ko'rdingizmi? Ana. Ya'ni shu saytni boshqaradigan anaqa tizim. O'sha narsani boya siz bilan aytdik-ku, nima dedik? Mana uchun ikkinchimizda. Mana nima ekan? Content management system. Tushunarli? Bu content management sistemda biz o'zimiz noldan yaratib chiqqanmiz. Tushunyapsizmi? Mana shu sistemani ertaga Lanib tutsangiz, bu Teso, mana yerda trdp.uz degan sayt bu. Buni ham anaqasini biz qilib berganmiz. Mana trdp desangiz. Faqat buni login parolni almashtirishga men bilmayman o'zi. Mana kira olmayman. Ko'ryapsizmi? Ular login parolni almashtirib olgan, ma'lumotlarni men o'zgartira olmasin deb. Ko'ryapsizmi? Bu ham universitet saytida bizda platformamiz turibdi. Tushunarli? 6700 ta qo'yaylik. Demak, front-endni o'zi bizga, ya'ni полноценный 100% avtomatlashgan sayt qilishga yetmaydi. Lekin front-endni o'zini bilib turib ham bemalol internetdan proyektlarni olib, o'sha qismini, front-end qismini qilib berib, siz bemalol daromad ko'rishingiz mumkin bo'ladi ertaga. Bizning maqsadimiz ham mana shu. Va backendda o'zini maxsus texnologiyalari bor. Biz boyagi backendimizda PHP, MySQL, PHP bu dasturlash tili, MySQLimiz ma'lumotlar bazasi va Y2 degan frameworkimiz bor. Ana shuni yaratganmiz. Laravel degan framework bor. Men misol uchun Laravelda ishlaganman, lekin proyekt qilib birovga sotmaganman. Ya'ni menda tajribam yo'q. O'shaning uchun sizga uni o'rgatyapman. Lekin Y2da 5 yildan beri ishlab kelyapman. Va mana shu Y2 bo'yicha sizga ma'lumot berishligimiz mumkin bo'ladi. Okay? Agar mana sizga aytaman, bitta life hack, agar bitta framework o'rgansangiz, bitta dasturlash tilida ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, n'inchi framework sizga problema bo'lmaydi. Chunki hamma frameworklar bitta arxitekturaga moslashgan bo'ladi. Faqatgina ozgina coding style boshqacha. Ya'ni ichida kod yozishlari salgina boshqacharoq bo'ladi. Prinsip bir xil, dasturlash tili bir xil, lekin ozgina farq qiladi. Okay? Lekin siz bilan ikkini o'rganamiz, ertaga backendni o'rganaman desangiz. Demak, front-end, tashqi interface, tizimlashtirish backend, ikkalasini o'rgansangiz nima bo'lar ekansiz? Full stack. Bu mana bundayda. Misol uchun tasavvur qiling, uy qurdirmoqchisiz. Yer sotib oldingiz, 10 sotib yer sotib oldingizda 4 sotuvga yer uy qurdirmoqchisiz va planni chizdingiz. Planni chizadigan odamlar bor, bilasizlarmi? Kim deydi? Arxitektura kompaniyalari bor. Bu yerda sizga uyingizni aytsangiz, chiroyli qilib model uchun mebelgacha terib beradi. Ana qilib 3D ular bilan ichida tomosha qilsangiz bo'ladi, bo'lajak uyingizda ranglari bilan birga. Ana shu dizaynerlarda, uylardagi. Keyin nima qilasiz? Uni chizib bo'lgandan keyin ustani olib kelib tayyorlaysiz yoki bu yerga qurilish kompaniyasi bilan kirsangiz, ustalarni olib keladi, nima qiladi? Birinchi fundamentga ulaydi, keyin fundament qo'yadi, ish teradi, ustini yopadi, shkaturka qiladi, u qiladi, bu qiladi, oxirida eshiklarni o'rnatib, nima qiladi? Sizga uy topshiradi, keyin o'zingiz mebel solasiz. Yoki yana mutaxassis uchrasangiz, mebelingizni ham chiroyli qilib beradi. To'g'rimi? Ana shu yerda endi boyagi agar siz ham front-endni ham back-endni biladigan bo'lsangiz, siz o'zingiz, misol uchun bitta odam bor, faqat fundament qurishni biladi. U ish terishni bilmaydi. Ish teradigan bo'lsa, mana qilib uyingiz qiyshiq bo'lib qoladi, tajribasi yo'q. Xuddi shunday, agar siz front-endni ham back-endni ham biladigan bo'lsangiz, boyagida betonni ham qo'yasiz. Eshikni ham o'zingiz terasiz. Ustini ham o'zingiz yopasiz. Eshiklarni qo'yib va knopka qilib harsakchasangiz, svet o'chadigan, yonadigan qilib podключ deydi. Nima degani podключ? Oxirida shunday kalitni topshirib ketasiz xolos. Hamma narsasi tayyor. Tushunasizmi? Mana shu podключ veb-sayt degani
ham frontini qilib berasiz, ham backendini qilib berasiz. Agar dizayner ham bo'lsangiz, o'zingiz maket chizib berib, tushunyapsizmi? Keyin frontenddan backenddan ham qilib bersangiz, pat kulich. Tushunyapsizmi? Full stack bo'lasiz o'shanda. Ham dizayn siz oladigan bo'lsangiz. Bizda mana shunga 4 oy vaqtimiz, ya'ni programmamiz bor, o'quv rejamiz va har bitta o'sha 4 oy ichida darsimizga anaqadir nima deydi, mavzularimiz bor, siz bilan o'sha mavzular bilan tanishib chiqamiz. O'shaniga frontendga 4 oy, backendga 4 oy. Mana sizlar gruppalaringizda birinchi sizlar shunaqa shogirdsizlar. Mana shu frontendni o'rtasida, mana backendni biz not required, o'shaniga majburiy emas. Frontend o'rgangandan keyin birdaniga freelansingga o'tib ketamiz siz bilan. Ya'ni profil ochib, zakaz olib, loyihalar qilib, o'sha frontendni biton qilgandan keyin backendga o'tamiz. O'shaniga agar kim o'rganaman desa unda frontenddan ishlab, misol uchun oralaringizda qandaydir planlari bor bo'lganlar frontend o'rganib, bu bizni loyihalar qilib, profilni rivojlantirib olib, frontendni o'zida ham mana sizga ko'rsatamiz nasib qilsa. Mana bu yerda meni FL.ru degan mana freelance.ru degan sayt bor. Mana profilim bor. Kirsangiz, men 8 yildan beri shu birjada degan, bunga men 2 yildan beri ishlayapman o'zi FLda aktiv. Va mana bu yerda ko'rsatgan summani ko'rasizmi? 172.504 rubl income qilingan. Proyektga zakaz qilingan. Tushunasizmi? 20 ta zakaz qilingan, 26 ta proyekt qilingan ekan. 19 tasida otsuv yozilgan. Bittasi nima ekan? So'kkan meni. Tushunasizmi? O'sha birjada ishlasangiz ertaga bu yerda nima deydi? Misol uchun bitta usta kelib, alkash usta kelib uyingizni g'aptomni adir-udir qiladi. So'kan skarga yo'q. Biroq sizdan so'ramaydi, lekin mana bunday ishlasangiz chatoq. Agar kimgadir ishini chala qilib berib ketsangiz, qo'rqasan bu deydi, rasvoy ekan deydi, chala qilar ekan ishni deb yozib ketadi. Ikkinchi birov sizga ish bermaydi keyin. Tushunasizmi? Bundan tashqari siz bilan nasib bo'lsa, endi bu keywordda men hozir kirib turganmikan? Ko'raylikchi. Bu yerda meni 3-4 profilim bu. Yo'q, bitta profilim yo'qolgan. 6 ta zakaz qilingan bu yerda. Qarang, bu yerda men cho'kib ishlamayapman hozir. Bu yerda lekin shogirdlarimiz bu. Mana razработка IT qilaylik. Bizga verska по макету kerak. İzlasak shu yerda mana qarang, Hakimbek. O'zbekcha ism turibdi. Bizda Hakimbek degan shogirdimiz bo'lgan. 2 yil oldin kelgan bizning kursimizga. Hozir o'tgan yil birinchi kurs anaqaga kirdi. Toshkentda o'qiyapti. Ham freelansing bilan shug'ullanib keladi. 107 ta proyekt kelgan, qarang. 1000 rubldan boshlanadi degan. 4.9 yulduzcha. Hozir izlab ko'ramiz. Yo'ldosh yo'q ekan. Eldoram yo'q ekan. Keling yana ko'paytiraman. Ikkinchida turibdi, ko'ryapsizmi? Ikkinchida turibdi. Agar siz ham mana shunaqa rezultatga erishsangiz, siz bironta yangi zakaz deb o'tirmaysiz. Mana shu yerga kirib o'tirsangiz saytga bo'ldi. Ting. Odamlar o'zi-o'zlari bu proyektni qilib ber, bu proyektni qilib ber, bu proyektni qilib ber deb tushunasizmi? Shu bola aytayapti, men deyapti, kamiga deyapti, bir oyda 10 million, 15 million pul topayapman sizdan. Tushunasizmi? Men 1,5 million dollar. Bot. Undan tashqari bu bola endi sizga hali aytamiz o'sha narsani ham, sal keyinchalik. Keling yana pokazat qilaylikchi. Bu yerda yana boshqa qonunlar bor. Noldev, Direct, Yuleyxan, qarang. Ikkita profili chiqyapti tepaga. Clipper, Smart Mind, Dmitriy, SVF, Aleksandr, Iltin Karimov degani bor ekan, kim qarang, bu ham 44 ta zakaz bitdi. Xo'p. Zeldorni chiqmabdi. Misha deb ham chiqyapti, yaramas. Mana bachani taniysizmi? Abdushkur ko'rinmayaptimi? Olib keling keyingi safar. Ela. Mirzo. Oshnaysiz. Buni ham chiqaryapti men bergan. 115 ta zakaz qilingan, 107 ta otsuv olingan. Qarang, O'zbekiston hozir onlayn o'tirdi shu yerga. Dudam zakaz yuborsak, bizga javob yozadi keyin. Shariga mana portfolios. Ko'rasizmi? Agar keywordlarni yaratib tashlagan har xilcha Vue.js, React.js, adaptatsiya, boshqa React.jsga ham proyekt olamiz deydi. O'zi lekin React.js hali bilmaydi uncha. Tanishlari bor. Siz ertaga atrofingizdagi o'shaqa texnologiyani biladigan do'stlaringizga zakaz olib berib, hamkorlikda ishlayversangiz bo'ladi. Bu bola bizga ham zakaz olib beradi. Hozir mana shu yerda o'zida
50 ming rubllik bitta proyektimiz bor. O'shani sizni o'rtog'ingiz qilib yotibdi vertikalsini. Hali tashlab bermagan ekan. Ana. Tashlab bersa davomini nima qilib topshiramiz o'shanaqa. O'shanda kelishib ishlab ketilaveradi ertaga, tushunyapsizmi? Sizga ham mana shu yerda keyin aniq qilsak bo'ladi. Yana bitta Eldor degan shogirdimiz bor edi, unutib chiqmayapti-da lekin. Eldor. Nima deb yozgan bo'lsa? Shahriyor bilmayman lekin. Shahriyor bilan unday aniqman. Shahriyor ham ishlayaptimi? Fransiyada postlardan isim bor. Qo'yinglar. Ular yaraga tusib deydi-ku. Men aytdim unga, nima qilasan borib dedim. O'zing profillaring bo'lsa, xuddi shu narsani senga yana bir marta aytib beraman, bir oyda ichida dedi. $1000 bordim ekansan? Har safar men ikkaganda eslataman, sizlar pullaring ko'p deb. Tushunasizmi? U endi u Fiverrda anaqasi zo'r anaqasi bordi mana. Fiverr desangiz, Fiverr degan birja bor. Bu dunyo bo'yicha bu aytganim rusiyy zabon keyword bilan esa da. Undan tashqari mana Upwork deganimiz bor. Amerika emas, globalda. Agar ingliz tilini bilsangiz, bu yoqqa kirishingiz mumkin. Okay? Kirib ko'raylikchi. Bu yerda akkauntim bor edi. Hamma kirib ko'ramiz. Upworkda ishlar edim. Hind bilan. Ye? Qanday qilacağım? Ya bu yakın iznat. Ne kadar bizde? Refer friends. Du etapni autentikatsiya bu. Mana qarang, savol beryapti. Ana. Upwork'da platformasi mamdaqa. Mana bu yerga filtrlagan loyihalaringiz anaqa bo'yicha loyihalar kelib chiqaveradi. Ular siz bilan ko'ramiz nasib etsa. Mana bu robota. Mana Upwork bilan FL bir-biriga analog, o'shaning analogichni. Fiverr bilan Keyword bir-biriga juda o'xshash bo'lgan anaqa. O'shaniga platforma. Biz sizga lekin FL bilan Upwork o'rgatamiz nasib bo'lsa, o'shanda ishlasangiz bo'ladi keyin. Tushunarli-a? 4 oy front-end, 2 oy freelancer, keyin kursimiz tugaydi. Biz o'shani 6 oy qilganmiz. Agar kimdir o'sha front-endda yana ishlab, zo'r rivojlanib ketsangiz, yirik qolsangiz front-endda, pulingiz oshib ketib qolsa, kim backendga kelsangiz bo'ladi. Okay? Hop. Endi qarang. Saytlar qanday ishlaydi? Buni ham bir ko'rib olishimiz kerak, chunki ertaga sizga suhbatda server nima, domen nima, DNS nima deb so'rab qolishi mumkin-da. IP adres nima bilamizmi IP adresni? Nima narsa? Ha? Sayt emas, hamma narsaning IP adresi bor. Aniqni ham IP adresi bor, ha? Ana shu deydi, Abdushukur deydi, mana bunaqa telefonda mana bu yoqqa kirdi deydi. Okay, qarang, bu yoqqa kiraylik, mavzumizga. Mana sayt qanday ishlaydi? Bu nima? Kompyuter Acer ekan-a, kimdadir HP, kimdadir boshqa. Hammada kompyuter bor-a? Ha? O'sha kompyuteringizdan yoki bo'lmasa hozir bundan ham kirsa bo'ladimi? Telefondan, o'z televizordan ham kirsa bo'ladi, bilasizmi? Smart TVlardan, Google'larni ochib, bemalol ishlatishingiz mumkin. Demak, o'shanga qurilma kerak va qurilmada nima o'rnagan bo'lish kerak? Boya gaplashdik-ku. Nima edi bu? Brauzer, ha? O'sha brauzer. O'sha qurilmangizdan bu aytgandek iPhone bo'lsa Safari'dan kirasiz, boshqa MacBookingiz bo'lsa Safari'dan kirasiz, ha? Yoki Chrome'da o'rnatib olasiz. Kirasizda, mana bu joyga nimani yozasiz? Kodmas bu, nima bu? Ha? Kunlik tut. Sayt knop. Aha, albatta. So'rayadi. Hop. So'rab ketdik-ku. Nima deylar Muhammad? Hozir. Ha? Hozir. Texnik nomi bor-ku. Domen deyiladi. Okay, o'shani esdan chiqarmang. Bu domen nomi deyiladi, okay?
mana shunaqa anavlar bor, servislar bor. Mana domain.uzga kirsangiz, ha? Abdushukur degan sayt olmoqchi bo'lsangiz, mana bo'sh ekan. Ko'rdingizmi? O'sha sizni .uz bo'shmi yo'qmi tekshirib ko'rsangiz bo'lar ekan, sotib olsangiz bo'ladi. Misol uchun mirzohid.uz. Qarang, nima ekan? Jismoniy shaxs tomonidan 2024-yil 1-sentyabrgacha nima qilingan? Anaqamikan? Ha, 1-sentyabrgacha band qilingan. Qashqadaryolik shaxslar bizdan ekan, ko'rasiz, ma'lumotlarni beradi. Yoki bo'lmasa murodov.uz desangiz bo'ladi. Mana. Buni biz olib berganmiz yani. Bu Mirzohid sayti bu. Ko'rasizmi? Ana shunaqa domenlar, okey? Mana shu narsani esingizdan chiqarmang. Ertaga ko'p biz rus saytlari bilan bir xil paytda o'sha Amerikadagi ruslar ham zakaz beradida, arzonga bizga qildirib oladida, amerikalik proyektlarga joylashtirishga iltimos qiladida, joylashtirib berishimiz kerak ertaga mana shu. Ya'ni domen bor, keyingisi hosting bor. Ikkalasini ajratib olishimiz kerak. Xo'p, domenlarning ham turlari bor. Mana kun.uz, uzning ma'nosi nima? Aha. Keyin Rossiya bo'lsa nima bo'ladi? Ru bo'ladi. Britaniya bo'lsa-chi, Buyuk Britaniyaniki. Nimaga UK? United Kingdom dedi, Birlashgan Qirollik, to'g'rimi? Unga boyagi qaysi davlatlar kiradi yana? Irish, Waleslar kirib ketadi. Ular ham UK bo'lib ketadi, to'g'rimi? Xo'p. Ana bo'lsa-chi, UAE bo'lsa. Ha, US bo'lsa-chi? America, United States, to'g'rimi? CA. Ha? CA bo'lsa kam. Mana undan kam? Ha. Shunaqa nuqtadan keyin mana uz yoki o'sha davlatning abbreviaturalari, qisqartmalarini domenning nomi qo'ygan. Bu shanaqa. Misol uchun org degani bor. Nima degani? Organization. Tashkilotlarniki bo'ladi. Misol uchun wikipedia.org. It's not com. Mana. Wikipedia nima bu? Mashhurlarni esinchi. Svobodniy ensiklopediya faqat mashhur emas. Bu yerda kasalliklar haqida, anaqqalar, kinolar, hamma narsa haqida ma'lumot bor. Bepul ensiklopediya, tushunyapsizmi? Mana shu Wikipediyamiz. Juda ko'p ma'lumotlar bor buning ichida. Demak, u tashkilot. Ana endi com degan nima degani? Kimdir com dedi-ku. Что такое com? Commercial. Nima degani commercial? Tijoriy, ha? Xo'p, comni biling tagida soqqa bor. facebook.com, instagram.com, ha? Qanday soqqa qiladi ular pul ishlaydi? Ha? Prosmotr emas. Ularda eng asosan advertise, okay? Reklamadan pul qiladi ular. Misol uchun siz boyagi Instagramga kirasizda, sizlar yo'q ko'rmagansizlar-da. Target degan narsa bor. Boyagi bitta postingizda target yo'qsangiz $30 ga belgilaysizda 40 mingta odamga ko'rsatdingiz. Odamlar bitiraveradi-ku. Sizga reklama chiqdilar, bilasizmi? Ana shuni siz boyasiz chiqargan reklamani o'sha kompaniya Instagramdan sotib olgan. Tushunasiz? Sizga ko'rsatish uchun. Aytdi, Abdushukur demaydi-da, sizni anaqa portretingizni chizadi, aytadi, 16 yoshdan deydi, 25 yoshgacha deydi. Ingliz tiliga qiziqadigan deydi. Mana bu hududdagi deydi, bolaga deydi, mana shu postni ko'rsatish kerak deydi. O'sha pulini $30 desa aytadi, shunday bolalardan 5 mingtaga ko'rsataman deydi. $60 desangiz 15 mingtaga ko'rsataman deydi. Tushunasiz? 15 mingta odamga ko'rsatadi keyin o'sha narsani. Reklamani. YouTube ham xuddi shunday reklama sotadi, Facebook ham xuddi shunday reklama sotadi. Asosiy dohodi, anaqasi daromadi reklamadan ularniki, tushunasizmi? Com so'zi bormi, bilingki, tagida soqqa bor. Kimdir siz o'sha sizning xizmatingizda yoki boshqa xizmatlardan pul ishlayapti degani, commercial. Okay? Yana undan tashqari net degani bor, network, o'shanga bunaqa domenlar bor. Undan tashqari yana bunday bor, ha? Bank. Media degani bor. Bor. Ahos degan kompaniya bor, Swannet degani. Shu yerda mana международный domen bor, uz domen bor. Qarang. Uz domenni ko'ramiz, narxini, международныйni ko'ramiz siz bilan. Mana ru. Misol uchun abdushukur.ru ni olmoqchi bo'lsangiz, aytasiz sizga svobodniy ekan. Nech pul deyapti? Yo'q, 45 ming. Ru 45 ming. Comda olaman desangiz 129 ming yiliga. Mana bu 129 ming yana com ekan, Abdushukur Club deyapti.
buni boshqacha variantini ko'rsatyapti. Mana bu yerda narxlarini ko'rsak bo'ladi. Qarang, mana Cambridge 29, Bay. Buni bilmayman. Qizil qaysi davlatniki? Qozog'iston bo'lsa kerak, men ham bilmadim to'g'risi. AAA Pro degan 2 million ekan, qarang. Sal yana pastroqqa tushamiz. Media deylikda, media emas, bank deymiz. Bank 12 million 756 ming so'm bir yilga. Banklarnikida bu, agar bank xalqaro bank qilib ochaman desangiz, mana shunaqa nomning o'zi. Tushunyapsizmi? Nomning o'zi. Ha? Bizda o fermerlar bor-ku, bir narsa bobo fermer xo'jaligi deydi. O'shani nomi prosta bobo fermer xo'jaligining nomi. Ana endi sizga nomni olganingizdan keyin ikkinchisi mana shu saytlarda mana ishga tushirgan paytingizda qarang, mana kun.uz tushundingizda tamenda nimaligini bilib oldik hammamiz, ha? O'sharni siz bosasiz mana bu yerdan yozib. britishcouncil.com deysiz, bitta bosasiz, o'sha keyin nima ketadi? Loading bo'ladi-da, zagruzka bo'lib, sizga push ketib, keyin ma'lumotlar chiqarib beradi, chiroyli qilib. Ana shu buguncha bo'ladigan proseslar, jarayonlar bor. Kun.uz'ni bosganingizda ketdi, megabayt ketdi-da, birinchi u ma'mulga murojaat qilamiz. Domain name server degan narsaga. Okay? Serve degan nima degan server? Xizmatkor, ha? O'sha domenning nomlariga xizmat ko'rsatuvchi. Bunda boyagi kun.uz qaysi IP adresda turibdi? Tushunyapsizmi? IP manzillarning ro'yxatini saqlaydi o'zida. Bu IP manzil kompyuterning IP manzili, ya'ni serverdek. Qarang. Mana web yoki cloud server deyapmiz. Mana bu IP adres topib oladi, ketdi o'sha. Mana domain DNSga topdi-da, ketdi keyingi manzil bo'yicha. Bu o'sha serverdan sizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni, HTML, CSS, JavaScript yoki PHP database ma'lumotlarni hammasini to'playdi-da, bu yoqqa sizga qaytarib brauzerga jo'natadi o'sha ma'lumotlarni. HTTP protokol degan narsa bor o'sha yordamida va sizga mana chiroyli sayt ochiladi. Shu bosasiz-ku, bu sekundlarda ochiladi. Chum etib. Ana shu ichida mana shu jarayon amalga oshadi. Yupo saytingizda mana shunaqa. Tushundingizmi? Va ana shu kun.uzdan bittani shu asosiy saytga kirganingizdagi bitta anaqani query deydi. Nima degan query? So'rov query. Bitta zapros ruschasiga so'rov deyiladi va har bitta silkani bosasiz ichiga kirib, bitta yangilik yoqib qoldi, bitta yoki bosasiz yoki tepadan about yoki qanaqadir aksiya sale ketyapti. Buni bitta bossangiz, o'shaning ustiga bosganingizda har safar mana shu proses bo'lib kelaveradi. Serverga bo'lib kelaveradi. Ha? Mana bu yerda shuni tushuntiradigan anaqamiz bor, videochamiz bor, mana. Mana bu narsa server, global tarmoqqa ulangan. Mana bu internet chap tarafdagi. O'sha narsalar hammasini siz serverga joylab qo'ygan bo'lishingiz kerak. Va odamlar siz saytingizni yozib deb kiradi-ku. Oralarimizni biz saytimizga kirganlar bormi? Web saytimizga yetganlar bor mana. Yoki siz izlayotgan vaqtingizda mana nimadir mana shkolat.com desangiz, roboti bor o'zini brauzerda katta izlab topib oladi, o'shani so'raydi. Mana bu deydi, bu ma'lumotlar so'rayapti, video so'rayapti deydi. Hozir jo'nataman, yes qilamiz deydi. Va izidan yuborib yuboradi o'sha ma'lumotni. Brauzeringiz esa o'sha so'rovdagi ma'lumotlarni chiroyli qilib sizga, mana qarang, interfeys qidiradi keyin. Shunga mana shu proseslarda har safar veb saytlar ishlayotganda mana shu etaplardan o'tadi. Okay? Endi bu endi saytlar qanday ishlaydi degan anaqamiz, slaydimizga javob. Endi siz bilan 80 ga 20 qoidasi degan qoidamiz bor. Kimdir eshitganmi? Men Muhammad eshitgan. Ha? Qolganlar eshitganmi? Pareto qoidasi deydi. Eshitmagansizlarmi? Buni fransiyalik sotsiolog, jamiyatshunos Wilfred Pareto deydi. Pareto qoidasi bu endi o'sha buni qoidasi bo'yicha quyidagicha qarang. Mana 20% harakatlar 80% natijani beradi. Qolgan 80% harakatlar esa faqatgina 20% natijani beradi deydi. Lekin bu nima degani endi bu degani? Misol uchun siz agar bir kundagi, hammamizda har kuni qancha vaqtimiz bor? 00:00 da boshlanadi-da, 23:59 da nima bo'ladi? Tugaydi. 24 soat vaqtimiz bor. Misol sizga ko'proq emas, yo'qda kamroq emas, to'g'rimi? Ana shu 24 soat ishni olganda 20% qancha bo'ladi? 4-5 dan biri. 4 butun qancha bo'ladi? 1/2 ga ko'paytirsangiz
Even 4,8 bo'lam. 4,8 soatingiz, ya'ni 5 soat deylik, mayli. 5 soat vaqtingizni siz o'sha eng foydali bo'lgan sizga narsalarga shug'ullanasiz. IELTS sertifikat qilyapsizmi? O'sha 5 soat yoki nimadir kun davomida shug'ullanasizda, qolgan vaqtingizda o'sha sizga qiziqarli bo'lmagan uyqu, yeyish, aylanish, bekorchilik o'sha vaqtlarga ketib qoladi. Tushunarlimi? Yoki bo'lmasa buni aytadi, boshqa yana o'sha statistikani olganda, buni o'sha nimasidan keyin nima deydi? Jurnalga yozib chiqaradi-da, mana shunaqa qilib o'sha jamiyatshunos o'sha 80-20 qoidasini maqola qilib chiqaradi. Boshqa statistikalardan ko'targanda boshqa sohalarga ham shuni ishlatsa bo'lar ekan. Ya'ni qanday? Misol uchun butun dunyodagi kashfiyotlar bor-ku, ha? Ana lampochkadan tortib, mashinalardan tortib ixtirolarni oladigan bo'lsangiz, 80% ixtironi 20% olimlar ixtiro qilgan ekan. Tushunarlimi? Ya'ni bular boyagi Peruniy qanaqa olimlarni bilamiz? Ha? Lampochka kim ixtiro qilgan? Thomas Edison, ha? Mashinani-chi, birinchi mashinani. Henry Fordni bilmayman, Ford ixtiro qilgan bu mashinasi bilan. Keyin Thomas Edisonning 10 mingdan ortiq patenti bor. Bu har xil ixtirolarga va misrovkalar bor-ku, bu sizni go'shingizni ezib beradigan mikrovolnoviy pech, oddiy pechkangiz, boyagi tokni o'tkazgichlari, mashinalaringiz turlaridan ichidagi har bitta detalini kimdir ixtiro qilganda, o'shanaqa eng bitta katta ixtiro bor. Shu mukofoti ham bor, eshitgan bo'lsangiz. Har yili ana $100,000 beradi. Nobelni nimani ixtiro qilgan u? Bilmaysizmi? Porxni ixtiro qilgan. Tushunasizmi? Ofitsialni porxni patentlagan odam. O'shaning uchun nimaga unaqa Nobel mukofoti deydi? U o'zi shunaqangi yomon narsani ixtiro qilganligini anglab qoladi-da, oxirida aytadi. Butun dunyodan deydi, har bitta sohaning eng yetuk olimlariga deydi, mana shuncha miqdordan deydi, grant beringlar deydi. Porx butun dunyodagi ruslar ham urush bo'lyapti-ku. Ichida porx bor, to'g'rimi? O'qit otib yuboradigan. O'shani ishlatadimi? Yaratsa ham bir qismini Nobelda shotiga tashlab beraveradi. Chunki ixtiro uniki, patent uniki. Tushunasizmi? Ana shuning uchun o'sha puldan har yili odamlarga, olimlarga boshqa, ya'ni ziyon keltirmaydigan ixtirolar uchun shu narsani aniq qilgan. Statistika bor shunaqa. Keyin bitta statistika bor ekan. Butun dunyodagi hamma Bill Gatesning pulini ham, Zuckerberg'niki ham, Elon Musk'ni ham, Bezosning ham pulini yig'ib, hamma biz ham pulimizni o'rtaga taylasak, hammamizni pulimizni hisoblasa, 80% pul 20% odamga ketib qolar ekan. Qolgan 20%, 80% odamlar o'zaro taqsimlab olar ekan. Tushunasizmi? Boylik olganda. Anaqa statistika ham bor. Tushunarlimi? Endi bundan biz nima kelib chiqamiz? O'rganayotganimizda siz bilan texnologiyani uni ichiga 100% kirib ketishni hojati yo'q, kerak yo'q. Biz siz bilan 20% eng kerakli instrumentlarni o'rganamizda, 80% ishimizni bitkazamiz. Tushunarlimi? Qolgan bitmay qolgan 20% mayda chuydalarni tushunmay qolsak, dunyodagi eng zo'r ustoz bor mana bu yerda ekan. Ha? Bilmagan narsasi yo'q, to'g'rimi? Ana shunga ko'ra bilib olamiz. Tushunarlimi? Bilmaydigan narsalarimiz yangi chiqib qoladigan bo'lsa. Understand? Tushunarlimi? Bu bizda anaqamiz. Xo'p, siz bilan sekin dasturlash kirib kelyapmiz. Endi Web4 konsepsiyamiz bor bizda. Ya'ni oralaringizda hammani o'zining maqsadi bor-da. Mana kimdir chet elga ketmoqchi va ketishdan oldin nimadir o'rganib qolish, to ertaga borib bu yerda qora mehnat bilan shug'ullanmay, yaxshi anaqa sohani o'rganib va shuni ertaga davom ettirib ketib, shu bilan ishlash, shu narsa ketadiganlar bor. Kimdir oralarida talabalar bor, men pul topishim kerak, sohaga kirishim kerak. Kimdir qiziqishim bor deb kelgan, maqsadi bor hammani. Kimdir maqsadsiz o'tirib, uydagilar majburlab, hayda, o'sha yoqqa sen bu o'qishing kerak deb jo'natib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Ana shularda endi sizning maqsadingiz u, bizning maqsadimiz bor bu kursda va o'sha maqsadga sizning maqsadingizni bog'lashimiz mumkin. Tushunarlimi? Va o'shani biz konsepsiyamizga, o'zimizning konsepsiyamizga joylashtirganmiz. Ya'ni u nima narsa? Mana siz keldingiz, hozir bu joyda Web4 Akademiya deb nomlaganmiz. Bu xona, u xonamiz, o'quv-xonalarimiz bor va dars o'tiladi bu yerda. Dasturlash o'tiladi, matematika o'tiladi, chet tillaridan o'tyapmiz. Mana rus tilini sizga ertaga kelasiz, rus tili o'tiladi nasib bo'lsa. Rus tilini o'rgatamiz va shu yerda o'rganasiz birinchi akademiyada. Tushunarlimi? Va akademiyani o'rganganingizdan keyin mana bu yerda stullarimiz o'z kamayib qolgan. Mana bu yerga olib keldik.
joylashtiramiz yana. Ertaga o'rganib olganingizdan keyin siz bizda Web40 Lab degan loyihamiz bor. Mana bu bolalar shogirdlar tekshirib o'tiribdi hamma. Dars qiladi, o'qiladi, tushunmagan narsasini so'raydi, bir-biri bilan kommunikatsiya qiladi, bunaqa networking qiladi-da, tushunmagan narsa so'raydi bir-biridan. Ana shunaqa joy. Bu yerda kelib siz kursdan keyin skilllaringizni oshirasiz, ya'ni portfolioingizni rivojlantirasiz. O'shaniga va bu yerda biz siz bilan proyektlar qilamiz. Ya'ni agar siz bu yerda freelansingda omadingiz kelmasa ham bizda proyektlar bor. Agar zo'r kod yozsangiz, biz sizga programma, ya'ni zakaz beramiz, qilib berasiz, siz bilan ellik ishlayveramiz ertaga. Tushunasizmi? Menga misol uchun mana Mirzohid front-endini qilib beryapti. Men aytdim, senga $100 beraman dedim, shuni qilib bersang dedim. Tushunasizmi? Ertaga qilib bo'lgandan keyin, men backend shaxsim qilib bo'lganimdan keyin klientga topshirib pulni olsak, $100 beraman, qo'ygan o'zim olib qolaman. Tushunasizmi? Shunday, agar ertaga menga qandaydir $300 zakaz chiqib qolsa, ko'rsataman. Agar qilib bersangiz shuni oxirigacha, sizga aytaman, $150 sizga beramiz. 50-50. Tushunasizmi? Ertaga agar siz freelancer birjangizda bu yerda profilingizni rivojlantirib, Hakimbekka o'xshab 100 ta, 200 ta zakaz tashlasangiz, klientlaringiz ko'payib ketib qoladi o'shanda. Ana shunaqa klientlardan zakazlarni ko'payib ketsa, aytasiz, "Jo'xon aka" deysiz, "Mana bitta proyekt chiqyapti. Men o'zim proyektim bor, hozir qilyapman. Lekin men proyektni ham qoldirmaylik, bu klient doimiy klientim. Yo'q deya olmayman" desangiz, menga aytadi, "Bo'ldi, bering bitta ko'ray." "Ha, hech pul deyapti, $400 ham." "Bo'ldi. Bitta 500 so'rab ko'ring" deymiz. 500 ga ko'namizmi, yo'qmi? Shuni bir so'rasang, "Bo'ldi, mayli" desa, bu narxini oshirib oldik, a. $500 ni olasizda 25% o'ziga olib qolasiz. $125. $375 menga berib proyektni berasiz. Men uni keyin bironta mana bu yerda bo'sh qolgan shogirdimizga beramizda, u qiladi, yarmi unga, yarmi bizga. Tushunasizmi? Polniy protsessda nimadir tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda men bor, shogirdlar bor, hammasi sizga support qilib boramiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Ya'ni nimadir kod o'xshamay qolsa, biz o'zimiz sizga yozib beramiz o'sha o'xshamay qolgan joylarini. Ya'ni siz klientingiz hech qachon norozi bo'lib ketmaydi. Tushundingmi? O'sha narsa labda bo'ladi, labda, Web40 laboratoriyasida. Keyingi etap, agar siz o'sha skilllaringizni zo'r oshirib rivojlantirib olsangiz, ikkita yo'lingiz bor. Yo'l ko'p aytmoqchi. Birinchisi, agar sizda mana bunaqa pedagogik qobiliyatingiz bo'lsa va qandaydir shu bolalarga o'rgatishga ishtiyoqingiz bo'ladigan bo'lsa, men dars o'taman, o'rgataman deydigan bo'lsangiz, biz sizga mana gruppa yig'ib beramiz. O'zingiz shunaqa shogirdlar tayyorlab, ana qilishingiz, dars o'tishingiz mumkin. Undan ham yana daromad qilsangiz bo'ladi. Bo'sh vaqtingizda, ya'ni. Agar bolalar ko'payib ketadi, o'rganaman yoki o'rgataman desangiz, siz gruppa yig'amiz. Bitta bizni testimizdan o'tasiz, uning uchun kelishamiz o'sha narsalarni. Ya'ni akademiyamizga mentor bo'lib kirishingiz mumkin. Okay? Bitta yo'l. Ikkinchi yo'li recruiting kompaniyamiz bo'ladi nasib qilsa. Endi hozir yo'q, lekin iloji boricha Toshkentda shogirdlarimiz bor. Kimdir Toshkentga ketaman desa, biz hammasini so'raymiz, bo'sh vakansiyalar bo'lsa ishlayotgan joylarda sizni rekomend qiladi. O'shaniga maslahat qiladi, borib 1 oy 2 stajirovka qilasizda, ichiga kompaniyaga kirib ketasiz. O'shaniga bu recruiting loyihamiz sizga endi salgina anaqibdi. Ikkinchi yo'limiz bo'layapti. Uchinchi yo'limiz mana bu Weblancer, Keywork, FL, Fiverr, Upworklar birjalarga ro'yxatdan o'tib, o'zingizni, ya'ni freelancerlikda, outsourcingda sinab ko'rsangiz bo'ladi. O'shaniga bizning maqsadimiz mana shu. Yo sizni freelancer qilib tarbiyalash, yoki ham freelancer, ham mentor qilib tarbiyalash. Agar yo'q, menga stabilniy oylik maoshlik har oy pul berib turadigan joy kerak bo'lsa, sizni undan keyin lokal va global IT kompaniyalarga joylashtirishga harakat qilamiz. O'shaniga uning uchun sizda portfoliongiz beton bo'lishi kerak, cho'tki proyektlar qilgan bo'lishingiz kerak va o'sha sohani zo'r tushunishingiz kerak bo'ladi. O'shaniga biz sizga recommendation letter yoki yo'llanma yoki bo'lmasa o'shanaqa kompaniyalar bilan gaplashib, nasib bo'lsa, sizni o'zingizni promosiyaga jo'laydigan qilib gaplashamiz. Mana recruiting yordamida. Hozir esa laboratoriyada freelancer bo'lib ketsangiz ham bo'ladi. Bizda bunaqa keyslarimiz ham bor. Anaqa globalda emas, lekin lokalniy Agrobankda ishlayotgan shogirdlarimiz bor ikkita, Billur.comda ishlayotgan shogirdimiz bor bitta, keyin Uzaspo degan bitta programma bor, unda ishlayotgan shogirdimiz. Yana bitta shogirdimiz yaqinda Workly degan proyektga ishga o'tdi, stajirovkada o'tdi. Tushunardiga? Ana unda ishlasangiz bo'ladi. Xohlasangiz freelance, xohlasangiz biz bilan ishlasangiz bo'ladi, xohlasangiz qandaydir kompaniyaga stabilni olib maoshga ishlashingiz mumkin. Bu bizni qaysidir momentida o'zingizni ushlab olishingiz mumkin. Tushunyapsizmi? Faqat uning uchun hech bo'lmasa front-endni tugatishimiz kerak bo'ladi ishlashligimiz uchun. Okay?
Ana endi siz bilan mana birinchi texnologiyamiz nima ekan? Hypertext Markup Language, ha? Nima degani? Ko'ryaptimi? Siz IELTS yetib olgansiz-ku, nima tarjima qilib yurolmayapsiz? Что такое Markup Language nima? A text-chi? Hyper-chi? Yo'q, Giperda. Giper degan tez degan ma'nolarni beradi. Hypercar deydi-ku, unaqa gipercar, ha? Вот. Giper matnni markup degani tahrirlash, joylashtirish, okay? Tili. Tushunarlimi? Вот HTML dasturlash tili emas, CSS dasturlash tili emas. Biz siz bilan JavaScriptga borganimizda dasturlash tili bilan tanishamiz. Xo'p? Вот, lekin HTML bu har qanday saytning asosi deyapti. Tushunarlimi? Ya'ni bu boyagi o'chganimizda Google'da ham, Yandex'da ham, YouTube'da ham, Facebook'ga ham kirsangiz, qayerga kirsangiz hammasida mana bunaqa kodini ochsangiz, teglar bilan duch kelasiz. Mana. Endi bu yerda sal mana bunaqa teglar bor ekan, bu yerda yozib tashlabdi. Mayli, chiqisi yo'q. Prezident.uzga kiraylikchi. Mana. Bu Uzinfocom degan tashkilot bor, shuni bolalar qilgan. Bular ham yikkida ishlaydi ko'proq. Mana. Ko'rsangiz mana kodlar. Mana shunday kodlarni yozishda siz bilan o'rganamiz. Tushunarlimi? Mana qarang. Pastga tushib ketaveryapmiz. Tushaylikchi, prezident.comimiz qancha? 1778 bitta interim tashlab qo'yibdi oxirida, kerak emas. Qator kod bor ekan. Tushunarlimi? Mana prezidentimiz sayti. Okay? Va ana shuni asosi HTML. Mana shu HTML bo'lmasa hech narsa qila olmaysiz. Uy quraman deysiz-ku, ha? Nima kerak bo'ladi sizga? Qani grafik? Grafik chizildi deylik, uni qurish boshladi, ustalarni olib keldingiz. O'sha fundamentni nimadan qilasiz? Sement kerak, tosh kerak, qum kerak, keyin qurib bo'ldingiz, ichiga ana beton, anaqa armatura, karkaslar tashlaydi, baquvvatroq bo'lishligi uchun. Keyin yana nima ustiga nima kerak? Devorni terish uchun g'ish kerak. Yog'ochdan qilsa bo'ladimi? Bo'lmaydi bizda. G'ish, qom g'ish, pishgan g'ish, okay, domlarni nima bilan uni qilyapti? Penoblok bilan qilyapti hozir. Xo'p, ana shunaqa material kerak. Ana shu har bitta qurilishda ishlatiladigan materiallarimiz bu HTML deb tasavvur qilsak bo'ladi, okay? Mana. Qarang. Mana shu HTML, shu HTML yordamida siz uyingizda mana bunday ko'rinish olib kelishingiz mumkin. Tushunarlimi? Tom yopilmagan, ranglari bo'yalmagan, faqat nima qilasiz? Skeletini qurasiz. Bizga endi mana shu usta kerak, bo'ysunlik ustalar, zo'r ishlaydi-ku bo'ysunlik ustalar. Biz uyimiz faqat bo'ysunliklarga qildirganmiz-da. CSS qarang, bittasi C, bittasi S, yana bittasi ikkalasi egizib, uchalasi ham egizak ekan mana. Qarang. Ana shular siz uyingizga mana bunday ko'rinish olib keladi. Tushundingmi? HTML skeletga, ya'ni uyingizda bunaqa nima deydi, ichki ko'rinishlarini qanday material yordamida taxlab bersa, CSS bo'yaydi, shpakilovka qiladi, shkatulka qiladi, tushunyapsizmi? Hammasini ishlatib, chiroyli ko'rinish olib beradi saytda. Mana. Misol uchun prezident.uzda menda extension bor, web developer degan. Mana. Mana bu yerga CSS ga o'tamiz, qarang. Disable all styles deyapman. Disable degan nima degan? O'chirish, ha? Uni blokirovka qilish. Bitta bo'lsa ham qarang. Prezident saytini olib qoldi. Grafik katta maydon bo'lib qoldi. Mana rasmlar. Mana bu toza HTML. Tushunarlimi? Biz ham siz bilan 4 ta darsimizda mana shu xunuk saytlar qilishni o'rganamiz. Sahifalar birinchi, keyin uni saytga aylantiramiz nasib bo'lsa. Tushunga? Mana iziga qaytaraman, disable deb o'chiraman, yana chiroyli qaytib keladi. YouTube ga kirib ham o'chirib ko'raylik. Mana disable qilsa, YouTube'nikini ham. Mana Ammo xunuk bo'lib qoladi. Rasmlari qarang, qanday katta bo'lib ketdi. Shortlarni ham ko'rsatyapti mana yerga. G'alati bo'lib qoldi. Ana. Ya'ni CSS polni o'sha dizaynga javob beradi. Tushunarlimi? Nasib bo'lsa o'shalarni siz bilan ko'ramiz. Endi siz bilan kod yozishimiz kerak va kod yozish uchun bizga o'sha dasturlashda ishlatiladigan maxsus dasturlar bor. Ularni nima deydi?
umumiy qilib brauzer dedik-ku. Nima deyiladi o'zbekchasiga? Sreda разработки по-русски. Ruschasiga dasturlash muhiti. Ha? Dasturlash muhiti deymiz. Вот integrated development environment deymiz buni. Mana kerak bo'ladigan dasturiy vositalar. Mana bu IDE deyiladi. Internetga kirib, misol uchun mana web IDE desangiz dasturlarning ro'yxati chiqib keladi. Va yoki bo'lmasa qandaydir misol uchun Android IDE desangiz o'zini har bitta mana bu programma yaratadigan muhitlar bu. Mana siz bilan chapdan o'ngga qarab yuramiz. Buni ishlatmaymiz. Bu nima? Bloknot, oddiy bloknot. Bucha Notepad++ degan dasturimiz bor. O'shanda boshlaymiz. Agar kimgadir zerikarli bo'ladigan bo'lsa, birdaniga bunga yoki bo'lmasa mana oxirgisi mana bu bo'ladi siz bilan. Visual Studio Code degan. Lekin Notepad++ dan boshlaymiz. Ayniqsa novichoklarga. Agar oldin dasturlash bilan shug'ullanmagan bo'lsangiz, iltimos Notepad++ o'zida yozavering. Chunki bu bizga xatolar qilishga yo'l qo'yib beradi. Mana bu dasturlarimiz sizni o'rningizga kod yozib beradigan dasturlar bor. O'shaniga mana salgina qo'lingiz tegib ketsa kod yozib tashlaydi. Notepad++ unday emas. Har bitta kodni bittalab qo'l bilan yozish kerak bo'ladi. O'shaniga o'shaning uchun o'shandan foydalanamiz. Notepad++. Вот. Demak, siz bilan endi qarang. Mana hozir hammamiz uyga boramizda, kompyuterimizda bitta web dasturlash degan papkamiz bor ekan, yo'q ekan mana yaxshi. Web dasturlash degan papka yaratasiz. Mana qarang. Web dasturlash degan papka yaratasizda, uning ichida ikkita papka yaratasiz. Bittasi sinf ishi, qarang chiziqcha qo'yapman. Mana shu qo'ying har doim chiziqchalarda. Probel tashlamang, okay? Probellar yomon kiradi dasturlar. Probellar yaxshi narsa emas. Sinf ishi nima ekan? Xohlasangiz classwork, homework deb ikkiga ajratib olishni uchun ingliz tilida yozib olsangiz ham bo'ladi. Mana. Keyin nima qilasiz? Mana hozir bizni 1 soat 20 minut vaqtimiz ko'proq va prezentatsiya, tanishuv, narsalar haqida ketdi. Hozir siz bilan kod yozamiz. Agar zerikarli bo'ladigan bo'lsa, uyga borib 1 soat 20 minut videoni surib tanlaysizda, kod qismiga olib kelib olsangiz ham bo'ladi. Okay? Xo'p, o'sha yerdan boshlashingiz mumkin. Sinf ishida har bitta sizga mana bu yerda ko'rsatiladigan videoni uyga borib bittalab yozib chiqasiz ishida. Misol uchun, mana bugun birinchi dars deb hozir bitta fayl ochamiz-da, kodini yozamiz. Keyin sizga har bir darsga nima beriladi? Uyga vazifa beriladi. Mana qarang, oldingi gruppalarimizda mana uyga vazifasini ko'rsangiz, misol uchun, Nilufardekini qarang, bajarib kelgan. Hozir ko'rasizmi? Proyektlarni tashlab bergan, kod review qilib, mana bu yerda kamchilik so'z nima o'xshamayapti, ko'rib, kamchiligini topib, sizga o'sha izoh bilan o'rganib ketaveramiz. Mana bunday qilib, mana bunday proyektlarni qarang, eng oddiy proyektni mana bunaqa saytchadan boshlaymiz va mana bunaqa proyektlargacha boramiz. Mana. Ko'rasizmi? Har xil effektlari bor, bu yerda yozmabdi mana. Ustiga bo'lsangiz, ichidagi JavaScript elementlari ham bor. O'sha narsalarni ham yasashni sekin-sekin o'rganamiz. Buni sizdagi tugatdimi? JavaScript o'rganyapmiz hozir. Mana. Qarang, bunaqa slayderlar bu, bunaqa narsalar yasashlarni ko'ramiz. Endi bu o'sha nima deydi? 2-oyda oxirlariga bor. Mana mobile qilib, chiroyli qilib yozishni o'rganamiz. 6-proyektimiz. Qarang. Notepad++ degan dasturimiz bor. Internetga kirsangiz, mana sayti bor. Qarang, Org.bm. Agar com bo'lganda edi, pullik bo'lardi. Mana 856 stable dollari, qarang, vulnerable fixes. Oxirgi versiyasida ko'p xatolar, problemalar bo'ladi. Ammo versiyasida uncha kamchiliklar bo'lmaydi. Hammasi bekam ko'z ishlaydi. Mana qarang, 64 bitligi bor, keyin 86 bitligi bor, 32. Nimasi bilan farq qiladi? Mana svoystvasiga kirsangiz, этот kompyuterda mana bu yerda aytadi mana sizda. Nima ekan? 64 razryadli operatsion sistema deyapti. Qarang, protsessor x64. Va ana shunga qaraysizda, agar sizga 32 bo'ladigan bo'lsa, 32 ning installarini olasiz. Agar 64 bo'ladigan bo'lsa, mana 64 bits olamizda, close deymiz va bizga mana skachat o'z kichkinagina mana 4.5 megabayt. Ha? Bosamiz, ustiga o'rnatamiz hozir mana русский, okey. Далее, понимаю, далее.
Qarang. Desktopga yaratamiz deyapti. Рабочий stol deyapti. Menga kerak emas. Установить deymiz. Mana o'rnatdi. Va birdan ishlatayim deyapti. Ishlat deymiz. 8 5 oldi. Mana bu bizning yo'q. Mana bu bizning dasturimiz. Mana qarang, katta qo'llaman. Va bunda biz siz bilan o'sha HTML ni o'rganamiz. CSS ni o'zini o'rganamiz. Keyin boshqa dasturga o'tamiz. Xo'p. Va bu programmani o'rnatgandan keyin siz mana bu yerda ya'ni birinchi faylimizni yaratib olishimiz kerak kodimizda, kod yozadigan faylimizda. Uni Notepad o'zida qilsangiz ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana Total Commander degan programma. Hamma biladi buni. Endi Total Commanders bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda Новый degan vkladkamiz bor. Shu yerda birorta fayl turini tanlashingiz kerak. Qarang. Mana docx deymanda, mana qarang. Fayl yaratyapmiz. Mana .docx deyapti. Nima degani docx? Qanaqa programma? Wordga, PPT desakchi? PowerPointga mana bu, PDF desamchi? PDF nimaniki? Bu hamma panellar bo'ldi. Yo, boyagi format bor, shunaqa hujjatlarni-ku ham PDF format, nima deydi? Yo'q, shakl bor. Kitoblarda o'qisangiz bo'ladi, to'g'rimi? Bunaqa formatlar ko'p, bunaqa men esimdan chiqyapti. PDF ga o'xshagan formatlar bor boshqa. Bu hujjatlarni-ku, kitoblarni asosan. MP3 bo'lsa-chi? Stereo bo'lsa-chi? Video o'sha. Keyin yana video qanday formatlari bor? AV bor, yana qanday formati bor? WOP degan format ham bor, bilasizmi? O'zini DVD disk olsangiz, ichida WOP fayllari bo'lar-da. Dat degan formati bor, anaqa videoniki yana. Ana JPG bo'lsa nima bo'ladi? JPG ham rasmi, PNGchi? Bu ham qanaqa rasm? Yo'q, PNG orqasi prozrachniy bo'ladi-a? Ishlatmagasizlar. Boraylik, anaqa maketimizga o'shanda ko'ramiz. Keyin GIF bor, u nima? Qimillaydigan rasmlari, qimillab turadi, animatsion. Ana ular, demak, har bitta formatimiz nuqtadan keyingi faylning nomi, uni qanaqa dasturda ishga tushirish yoki qanday dasturda yozilganligini ifodalab beradi. Mana biz siz bilan birinchi o'rganadigan formatimiz HTML bo'ladi, okey? Mana. Va siz bilan mana les1.html deb fayl yarataman. Ko'rdingizmi? Nima qilib tashladi ikonkasini? Chunki palmolchani, ya'ni odatiy shaklda HTML formatdagi hamma programmani Google Chrome'da och deb men programmamga, ya'ni Windows'imga aytib qo'yganman. Rasmi? Misol bo'ling. Agar sizda boshqa programma turgan bo'lsa ham hech qanday qo'rqinchli joyi yo'q. Agar sizda ochmasa o'shani bunday qilasiz, qarang. Mishkani o'ng tarafini bosasiz. Nima bor ekan? Открыть с помощью klassda qarang. Agar bu yerda Google Chrome bo'lmaydigan bo'lsa, другое приложение qilib, o'zingizdagi brauzerni tanlab olasiz. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer umuman farqi yo'q. Xo'p, o'shani tanlab ol. Agar Google Chrome turgan bo'lsa, mayli. Ana endi biz buni mana bu programmamizga tashlab olishimiz kerak, unga kod olishimiz uchun. Okey? Qarang. Yana bitta narsa haqida gaplashib ketaylik shu yerda, mana. HTML dedik-ku, bu formati nasib bo'lsa siz bilan keyingi texnologiyamiz nima ekan? Mana, ko'rasiz, o'zgaryapti programmasi ham. Ana undan keyingi programmamiz siz bilan bo'ladi JavaScript, JS bo'ladi, okey? Nasib backendga kelsangiz nima o'rganar ekanmiz? PHP. C++ qanaqa bo'ladi? CPP bo'ladi. C bo'lsa-chi? C tilini o'zi. C++ emasda C bo'ladi, okey? Agar Java bo'lsa, Java dasturlash tiliniki. Yo'q, Java boshqa. JS emas bu. JavaScript bor, Java bor. Ikkalasi boshqa. Keyin jar degan bor, bilasizmi? Oldingi knopkali telefonlarga jar o'yinlar tayyorlardi, Javada yozilgan bo'ladi. Undan tashqari Pythonniki PI bo'ladi, PI formatida bo'ladi. Yoki bo'lmasa, hali ko'rasiz SCSS bor. Yana qanaqa Dart degan tilimiz bor. Unda yozasiz. O'shaniga har bitta dasturlash tilini o'zining formati bor. Xuddi rasmda ochadiganda. Siz bilan birinchi texnologiyamiz HTML bo'lyapti. Endi buni Notepad++ da ochib olishning juda ham ko'p variantlari bor. Birinchisi mana открыть deymizda, o'sha papkamizgacha boramiz. Mana D diskda web dasturlashni ochaman. Mana yangi 18
mana list bir открыть qilsam qarang, mana ko'rdingizmi? list 1.html qilib ochib berdi yoki bo'lmasa mana d web dasturlash tok 18 list 1 html yoki boshqacha usuli bor. Mana agar mishka bilan ishlayotgan bo'lsangiz, ushlaysizda qulog'idan tortib yoqacha sudrab kelasiz mana. Bir bitta tanlasangiz ham ko'rdingizmi? O'shani html da ochib berdik. O'shaniga eng oson usuli mana yopaman-da. Qarang. Mishkani u tarafini bosasiz, Notepad+ o'rnatganingizdan keyin nima bor ekan? Eng osoni mana shu. Okay? Redactivate va Notepad++. Bitta bossak, yana Notepad++ ga olib kelib beryapti. Va ana endi siz bilan biz HTML da kod yozishni o'rganishimiz kerak. Undan oldin bitta tushunchaga izoh berib ketamiz. Algoritm. Nima degani algoritm? Ko'rg'olarni qisqasi shuning ko'rsatadi. Man. Video internetda bu. Siz endi YouTube'da algoritmini aytyapsiz-da. Ha, YouTube'da algoritmi deyapsiz. Endi o'shani siz aytayotgan narsa to'g'ri. Misol uchun YouTube'da algoritm bu, Instagram'da algoritm bu, TikTok'da algoritm. 4-5 ta narsaga like bossangiz, keyingi video o'sha kategoriyadagi video bo'lib ketadi. Demak, ana shuning ishlash ketma-ketligi algoritm deb nima deyiladi? Amallarning ketma-ketligi deyiladi. Tushunyapsizmi? Endi algoritmda qarang, hamma narsaning algoritmi bor. Misol uchun, ana sizlar ingliz tilidan dars berasizlar, ha? Kelgan odamga birdaniga vokabulyar uzatasizmi yoki bo'lmasa ko'p morfem uzatasizmi? Birinchi nimani taklif qilasiz? Qizil morfi, keyin bitta ikkita vokabulyarga nima edi? 4000 bir narsa degan kitob bor-ku, birinchisini taklif qilasiz. Yoki birdaniga 4 dan boshlab ketmaysiz-ku. Nimasi bor o'zini? Algoritmi ana shu narsa. Tushunyapsizmi? Misol uchun ovqat pishirayotganingiz ham har kuni. Misol uchun bugun osh pishirmoqchisiz. Nima qilasiz? Birinchi hamma narsani tayyorlaysiz. Keyin bo'ldi, hamma narsa tayyor. Birinchi qarash kerak, qozon yuvyapmi yo'qmi? Qozon yuvgandan keyin birdaniga guruch solmaysiz, to'g'rimi? Yog'ni solasiz, keyin piyoz tayyorlaysiz, go'sht tayyorlaysiz, yaxshilab qovurgandan keyin chiqarib olasiz, sabzini o'ldirasiz, uni qattiqligini. Keyin suv solasiz, hammasini solib, dimlab, guruch solib, yana bitta dimlaysiz. Ana undan keyin nima qilish kerak? O'yin ma'lum vaqtida kutishingiz kerak. 15 minutdan keyin ochsangiz o'zi pishmagan bo'ladi, to'g'rimi? Ana shu ketma-ketligi ham hamma narsaning algoritmi deyiladi o'sha narsa. Amallarning ketma-ketligi. O'sha YouTube'da ham xuddi o'shanday ishlashligi uchun programmistlar algoritm yozgan kodida. Agar Marjona kirib, mana bu yerda mana like bo'lsa, shu kategoriyadagi boshqa videolarni olib kelganda tagidan aytib ketavering, qo'shib ketavering deydi. Tushunasizmi? Ana shu narsa algoritm. Dasturlarda algoritmlar qanday tarzda ishlaydi? Mana bu aytdik-ku, yog' solamiz, piyoz solamiz, go'sht solamiz, chiqarib olamiz, sabzi solamiz, o'ldiramiz, keyin suv solamiz, go'sht solamiz, hammasini solamizda, keyin anaqa tepadan pastga bo'lyapti. 1 2 3 4 5 6 7 8 ha? Ana shunda. Programmalar ham xuddi shunday ishlaydi. Yozasiz. Birinchi bu, keyin bu, keyin bu, keyin bu, keyin bu. Ichida endi nima deydi? Qoidalari bor. Agar bunday bo'lsa, bunday bo'lsin. Agar bunday bo'lsa, bunday bo'lsin deb aytadigan joylar bor. Lekin HTML da yo'q bu narsa. Tushundingmi? Вот, HTML da ham, CSS da ham, C++ da ham, Java da ham, boshqa dasturlash tillarida o'zining sintaksisi bor. O'shaliga, ya'ni kodlarni yozish usullari, buyruqlar deymiz bu narsani yoki instruksiya. Nima degani instruksiya? Ko'rsatma, ha? Ko'rsatma deylik. O dasturga siz nima qilish kerakligini aytib turishingiz kerak. Birinchi buni qil, keyin buni qil, keyin buni qil. Har bitta dasturlash tilida o'zining usullari bor. Ana shu instruksiyalarni siz berishingiz kerak. C++ da boshqacha, HTML da boshqacha, CSS da boshqacha. HTML da mana shu teglar degan narsalar yordamida amalga oshiradi. Ya'ni buyruqni siz tek ko'rinishda berasiz. Mana saytni ko'rsangiz, qarang, mana Notepad++ o'zining saytini ko'raylik. Kodida ko'rasizmi? Endi mana. Nima yozib qo'yibdi ekan? Ha, keyin nima yozibdi? Ana shu kodlar tag deyiladi. Ana shu buyruqlarni siz mana shunday ko'rinishda berishingiz kerak. Va siz bilan hozir shunaqa buyruqlar berishni o'rganamiz. Okay? Ana shu buyruqlarimizni birinchisi, qarang, hammasi bizda HTML degan
tegni ichida joylashgan bo'lishi kerak. Mana bu narsani nomini teg deydi. Ko'ryaptimi? Ha? HTML. Va teglarimizni qarang. Bu qanday belgi? Kichik belgisi chap tarafda inobatga olamiz birinchi. Keyin qarang, kichik belgisi tegni nomi, keyin nima ekan? Katta belgisi. Ana. Mana shunday teglar yoziladi. Teglar katta, eng katta ikkita guruhga bo'lamiz. Juft teglar, toq teglar. Nima degani juft, nima degani toq? Ikkita bo'lsa juft, ha? Uchta bo'lsa, endi shunaqa qilib bitta deylik. Agar teg bitta bo'lib yolg'iz bo'ladigan bo'lsa, toq teg deymiz. Agar uni jufti bo'ladigan bo'lsa, juft teg deymiz. Okay? Va HTML degan tegimiz bu juft teg. Juftini qanday yozamiz? Qarang, davomida yana bitta mana bunday yozishga harakat qilamizda, faqat mana buni qo'yamiz. Nima bu? Slash, drop deymiz. Mana drop qo'yasizda. O'sha tegni o'zi takrorlab qo'yasiz mana. Ko'rdingizmi? Hamda qilsangiz mana bir-birini juftini topib oldida va bizga bo'yab ko'rsatyapti. Agar HTML yoki bo'lmasa HTML deb yozib qo'yadigan bo'lsangiz, u narsalarni olmaydi, okay? Ya'ni xato yozganingizda qora rang bilan ko'rsatyapti, to'g'ri yozganingizda ko'k rang bilan va mana bu teglarni biz ichma-ich joylashtirishimiz kerak. Qarang qanday. O'rtasiga tushib oldi. Bitta enter tashladim. Ko'rdingizmi, nima paydo bo'ldi? Yordam beryapti bizga mana jufti deb. Agar mana uni olib tashlasangiz, u yo'qoladi. To'g'ri beryapti-kan, lekin yopilmayapti. Mayli. Xo'p, qarang mana 2 marta enter bosdim. Yana bir marta takrorlayman. 1, 2, bitta tepaga chiqdimda taq. Ana endi bu HTML tegimiz bizning bobokalonimiz. O'shanligimi Amir Temur deydigan bo'lsangiz, ha? Amir Temurda nechta o'g'li bo'lgan? 4 ta emasmi? 4 tani bilardik lekin. 4 ta o'g'li bo'lgan, ha? Lekin mana bu HTMLda 2 ta o'g'li bor faqat. Ya'ni bittasi head, nima degan head? Endi ham juft ekan. Keyingisi body mana. Mana shunday ikkita katta qismga bo'linadi va mana bu head ichiga yoziladigan o'zining teglari bor va bodyning ichiga yoziladigan o'zining teglari bor. O'shaliga ana birinchi siz bilan teg mana qarang ana. Headni ham nima qilyapman? Enter bitta tepaga qaytyapman-da. Tak. Mana bunaqa yozish juda ham muhim. O'shaliga kodimiz clean bo'lishi kerak, toza bo'lishi kerak. Hozirdan o'sha narsani o'rganib ketsak, ertaga qiynalmaymiz. Bu oyda 5000 qator kod yozasizmi, 10000 qator kod yozasizmi, kodingizda chalkashib ketmaysiz. Agar mana bunaqa tavakkal yozib ketaveradigan bo'lsangiz, ertaga bu o'zingiz kodingizga o'zingiz chil berib o'tirasiz, oyog'ingizdan topilmay o'tirasiz keyin xatoyingizda. Endi qarang. Bu yerda title degan tegimiz bor. Mana bu ham juft teg. Qara, ichiga hello world deymiz. Mana hamma dasturchilar birinchi dasturni yozayotganda mana shu yerda yozadi-da. Endi qarang, buni ishlatib ko'rish uchun ustiga bosaman. Qarang. Hech narsa yo'q, ha? Hech narsa yo'q. Chunki bu faylning razmeri qancha? 0 byte. Hech narsa yo'q. Chunki biz buni nima qilmadik? Saqlamadik. O'shani bizga mana bu yerda disketa ham aytayapti. Nima deyapti? Qizil. It's not saved. Bu saqlanmagan. Buni saqlash uchun mana bu knopkani bosasiz yoki hotkeyimiz nima? Ctrl S. Mana Ctrl S deb bossangiz ham saqlaydi. Mana qarang. Bosaman. Ko'p disketacha bo'lsa, Total Commander'da razmeri qancha bo'ldi? 80 bo'ldi. Ana endi sahifamizga kirib qarang, mana brauzerda turibmiz, bir marta ochganmiz mana bu faylda. Qayta mana buni ishga tushirishga hojat yo'q. O'sha faylga qaytib brauzerdan bu tugma nima? Refresh, ha? Obnovit qilamiz. Mana bitta obnovit qilsam, nima paydo bo'ldi? Ha. O'sha title'ga yozgan kodingiz, mana bu yerga yozgan kodingiz sahifalarda mana bu yerda ko'rinadi. Mana qarang. Download Notepad++ 856 Notepad++ degan yozuv. Mana bu yerda topaylik. Mana. Ko'rasizmi? O'sha title ichida turibdi o'sha kodi. Tushunliga? Ana o'shanday qilib siz bilan mana bunday teglarni o'rganishimiz kerak. Где-то 40 tacha tegimiz bor-da. 40 tacha teg bor, lekin atributlari ko'p. Ko'ramiz keyingi darslarda. Ana shu 40 ta tegda bir 30 xil, yana 40 xil atributni o'rganib olsak, mana bunday yetadi bizga. Tushunliga? Va keyingi teglarimiz ko'proq bodyni ichiga yozamiz mana. Qarang. Asosan qarang mana. Head, body, bosh, tana. Bosh nimaga javob beradi?
o'ylashga, boshqarishga javob beradi tanani. Xuddi shunday bu yoqda biz siz bilan hali o'sha qolgan qismini boshqaradigan kodlarimizni ishlatamiz. Hozircha headga faqatgina title bor xolos. Qolgan kodlarimizni bu yerda tegdik, hammasini bodiga yozamiz bundan buyon. To 4-darsimizgacha. Va siz bilan o'rganadigan birinchi tegimiz bu mana ko'raylik. Qarang, yana bitta narsani shu yerda ko'rsatay. Mana kunuzga kiramizda o'shanday qilsak yaxshiroq misol bo'ladi-da. Mana Xorazmda 9-sinf o'quvchilar sholi o'rimiga jalb qilindi. Keling shuni ana bu yerda lotincha o'zbekcha qilaylik. Buni o'zgardi. Va tagidan mana bu yerda yozuv bor, ko'ryapsizmi? Ctrl C qilsam nima qiladi? Buferga olamiz, mana 1 2 3 4 ta HTML ga kelib Ctrl V ni bossam, qarang, mana bu yerdan uzun bo'lib ketdi-ku. O'sha narsani yo'qotish uchun mana vidga kirib перенос строки degan narsa bor shu yerda. Mana ko'ryapsizmi? Hotkey yo'q hech qanday. Bitta bossangiz mana pastga tushib, ya'ni mana bu yerdan bunaqasiga scroll hosil qilmaydi-da, devordan ortib qo'yganini pastga tushirib beradi. Bu yerda qarang, mana kun.uz ixtiyoriy Xorazm turibdi. Mana buni ham tap qilib joyiga olib kelamiz. Qarang, chiroyli bo'lib turibdi o'zi. Enter. Mana buni ham bu yoqqa chiroyli qilib saqlaymiz-da, mana. Qarang, saqlayman. Ana endi brauzerga kirib tekshirib ko'rsam, boyagi loyihamizda yangilayman. Yozuv keldida na probel bor, na enter bor. Ko'rasizmi? Mana kunuzdan keyin probel tashlab tashlasangiz ham, bu yoqqa kirib yangilasangiz hech voqea yo'q. Tushasizmi? HTML hech qanday probel enter yozuvlarni birontasini tanimaydi. O'shaniga u faqatgina nimalarni tanir ekan? Bular nima dedik? Teglarni tushunadi. Va ana shunaqa teglardan birinchi o'rganadiganimiz siz bilan bularni alohida ajratish uchun paragraf degan juft tegimiz bu mana. Ko'rasizmi? Har bittasini yozib chiqishimiz kerak. Mana paragraf. Mana paragraf. Pastroqqa tushaman keyingi qatorlarga. Mana paragraf qilsak, bunisida ham paragraf qilamiz. Bunisini ham paragraf qilamiz. Bunisini ham paragraf qilamiz. Saqlaymiz. Yangilasak, buni qarang. Ko'rdingizmi? 1 2 3 4 ta bo'lakka ajratib berdi. Men o'zar kattalashtiraman, siz ko'rinishdagi shuni yozuvlar. Vot. Paragraf degan nima degan o'zi? Xat boshi, ha? Bu kitoblarda ham bitta jumlani qo'ygan gapirib bo'lgandan keyin nima bo'ldi deb keyin davom ettirib ketadi-ku. Bu yoqda ham xuddi shunday mana paragraf turibdi. Mana bu yerdan qarang. Prosmotr koda stranasi bor. Prosmotr kod degani bor. Mana bunisini bossangiz boshqacharoq qilib chiqarib beradi. Nima ekan tegi? Paragraf turibdi mana. Turibdi. Mana. Tushunaliga? Yopaman buni. Bular ham paragrafdan foydalangan ekan. Vot paragraflar shunday xat bosh qilish uchun. Endi tepasida bitta yozuv bor edi. Qarang mana. Ko'ryapsizmi? Katta bo'lib turibdi. Ana uni chiqaraman desangiz, mana bu yerda siz keyingi tegimiz bor. Bu H1. Bu heading 1 degan, bu ham juft tegimiz va ichiga boyagi yozuv tashlayman mana. Qarang, bu bizga nima qilib beradi? Boyagi loyihamizga qaytaman deb yangilayman. Saqladim bu yoqda faylda. Ko'rdingizmi? Sarlavha katta qilib yozib beryapti. Bizda mana shunday sarlavhalardan 6 ta bor. H1, H3, 4, 5, 6 mana. Qarang, H2 juftini ham H2 qilamiz. H3 H dedik, mana H3 4 5 top. Juftini anaqa qiling. Adashib ketsangiz, bu yoq 1, bu yoq 5 yotsa, juda qo'rqinchli narsalar bo'lib keladi. 6. Qarangmi? Saqlaymiz. Yangilasak. Ko'rdingizmi? 2 kichkinaroq, 3 ham kichkinaroq, 4 kichkinaroq, 5, 6-inchisi eng kichkina. Tushunaliga? Shu headinglarimiz bor. Vot. H7 desamchi desangiz ham bo'ladi. Mana H7 desak, qarang. Ko'ryapsizmi? Rangi qora bo'lib qoldi. Bunday tag HTML da mavjud emas. Mana saqlasak, oddiy yozuv bilan bir xil qilib tashlayapti mana paragrafdagilar bilan. Tushunaliga? Ana o'shanaqa. Agar xato yozib qo'ysangiz, uni sizga mana bu Notepad++ imiz ko'rsatadi. Tushunarliga? Mana
Demak, mana shunaqa taglarimiz bor. H1 dan H2, keyin HTML head body, H1 H2 paragraflarni ko'rdik. Mana shu yerda siz bilan to'xtatamiz. O'shaliga bugunga mana shu iloji boricha dars qoldirmaslikka, berilgan vazifani vaqtida bajarsangiz, mana qo'shqo'zoningizga olib qo'ymaydi. Ha? Filni yeyish masalasi bor. Ha? Filni qanday yesa bo'ladi? Filni qanday yesa bo'ladi? Fil yemagansizlarmi? Men ham yemaganman. Qarang, fil yeyishda любой narsani o'rganish bilan taqqoslasa bo'ladi-da. Fil juda ham katta hayvon, to'g'rimi? 3 tonna, 10 tonnagacha borishi mumkin. Lekin aytdi sizga, mana bu Bill Gates aytayapti, aslida deyapti, agar mana shu filni yeb bersang deyapti, senga $10 million pul beraman deyapti. Ha? Bir kunda yey olasizmi? Fildan katta bo'lishingiz kerak uchun yey olmaysiz. Filni so'yasizda, hamma go'shtini yaxshilab maydalaysiz, qovurib tashlaysiz, aynimaydigan qilib, yoki bo'lmasa xaliniga tiqib tashlash kerak, ha? Hamma go'shtini. Keyin har kuni ertalab, obedda, kechqurun nima qilasiz? Oz-ozdan yeb borasiz. Balkim 1 yilda yersiz, balkim 6 oyda yersiz, to'g'rimi? Bu sizning nimangizga bog'liq? Oshqozonga bog'liq. Agar tiriq bola bo'lsangiz, buncha ko'p yey olmaysiz. Gavdangiz katta bo'ladigan bo'lsa, keyin uni yesa bo'ladi. Tushunyapsizmi? Endi tasavvur qiling. Siz plan qo'ydingiz, mana shu filni 1 yilda yeyman dedingizda, har kuni 1 kilodan yeyman dedingiz. Ertalab 300 gram, obedda 300 gram, kechqurun 300 gram. Yeyapsizda, bir kun yemadingiz filni. Shu planda ushlash uchun endi qancha nima qilishingiz kerak ertasi kuni? 2 kilo yeyishingiz kerak. 2 fil qilmasangiz, 3-kun qancha yeyishingiz kerak? Oshqozon dosh bermaydi unga. Tushunyapsizmi? Ana uyga vazifalar xuddi shunday. Agar 2 kun uyga vazifa qilmasangiz, 3-kun ob'yomni ko'rasizda, boya uyga vazifalar miqdorini stressga tushib boshlaysiz, kodlaringiz o'xshamay qoladi. O'shaning uchun prokrastinatsiyani yig'ishtirib, keyingiga qoldirishda har kuni o'shanda 1 kilodan yeb boraversak, ana uyga vazifalar sizga o'shanga qarab beriladi. O'shaniga bitta mavzular bor, salgina murakkab, uyga vazifalarim ko'proq, lekin o'sha narsalar bajarishga harakat qiling. O'shaniga o'shaning uchun filni yeyish uchun vaqtida qilib kelishingiz kerak va darslarni qoldirmang iloji boricha.